Hazır başında oldu. Hazır başında oldu. 23 sekund. Assalamu alaikum. Hürmetli körümenler. Bugün biz Azatcan bilen birle oturup sinir akıllı paranı kılmaz. Sinir akıl hazır hemen bilgin aldık. Sinir akıl bulup mu generative AI yani hasıl sinir akılına ait yakın kışkı yıldan beri belki mod bu adı da. Bugün şu sinir akıllı hakkında söhbet ötküzüş için Azatcan teklif olduk. Bu bizimki 4. qatımlıq sinir akıllı hakkında 4. qatımlıq söhbetimiz oldu. Birincisini 2020 yılı 12. ayda qalan, onu o vaqtlarda Doktor Osmancan Tursun bilen ötküzgen 9. qatımlıq söhbetimiz. Andikin 2021 yılı kompüter dünyanın qanday kördü degan temada ötküzdük. Andan ötken yılı 2. ayda ChatGPT haqida yana Doktor Osmancan Tursun ve Doktor Abdüşkür Abdüşt hakimiz bilen birle söhbet qildik. Hazır mashina o'rganish injeneri Azatcan bilen birle oturup bu söhbetni qilyapmiz. Unda bo'lsa Azatcanni men tercümalini azroq so'zlab beray. Azatcanning tercümal intayin mo'l amaliyotda, lekin kamtarlik qilib aytdi qisqalam tanishtirishni dedi. Shunday bo'lsa, hatta tanishtirmasdan dedi, shunday bo'lsa bir tanishtirib o'tay. Azatcan bilge asli kasbi fizika, bakalavrlıktaki okuyan bilim fizika, onun için kompüter kasbileriyle okuyan bu. Azatcan bilge El Farabi Kazakistan Devlet Üniversitesi'nin kompüter ilmi ve yumuşaklarının içindelik kesipte kolunuşcan sinir akıl ve kompüter görüş yani kompüter vision temiz tetkikatını tamamlayıp magisterlik unvanı okuş jarayonida Schneider Elektroşirketi ve Kazakistan İlim Ordusu praktikalayan şundaqla Kazakistan El Farabi namlıq sinir emralarındaki terakki kıldırış qatnaşqan ve teklif bilen bilim ve teknologiya parkıga yani texnik şirketleri yığılgan texnik ve tədqiqat merkezleri yığılgan bir park yani teraqqiyat merkezi degandek yerlarda illik tükli salatıyla kirgen ve Azat yani Azat sinir akıl şirketini tizimga oturib iş başlagan. Yani bu Azat AI şirketi Teknopark bilen birlikte sinir idrak yani sinir akıl için Python tili ve injenerler için İngiliz tili qatarlıq axıs kurslarını içip 100'den artıq oğuş terbiyeleyen oğuşlarını şirket aldınqı qatardaki oğuşlar öz şirketinde ve şu yerdeki şirketlerde iş qorlaşqan. Onun başkanı 2020 yıldan başlap Azat Teknopark ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Ballar Fonu bilen birlikte yürüyüp Unisat yani mikro yoki nano sinemralar projektiga qatnashgan ligriken bulup şu projektniki koordinator yani maslashtiruvchi, yuqoridagi injeneri, mentor yani yetakligichi qatorliq vazifalarni o'tagan. Ondan sinemraning ana kompüter yani sinemraniki uchishni ve sinemradagi barliq vazifalarni boshqargan kompüterlar ve shundaqla bir qism senzorlarning yani sezgichlarniki programlarni echish yani programlarni taraqqiylash vazifasini o'tagan. Şundaqla bu tür boyunca Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan bulup mandan artıq oğuşlarga to'g'rida uyushtiran ders bergan. Hozir Unisat Azatcan bilan söhbet jarayonida bo'lag'im kirmas yana. Unisat yani şu Sinemra projektinin texniklik maslahatchisi bo'lib ishlayotdi. Azatcan yaqinda bu yıl yazda İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ne yani Türkiye'nin en yaxshi üniversitelerinden biri. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki finans injenerlik yani pul muamele injenerlik departmanı pul muamele injenerlik kesipte magisterlik okudu. Birincisi olup tamamlagan. Bu jarayonda asıl tədqiqat türü olsa kvant yani miqdarlıq finans yani pul miqdarlıq analiz bu gaplarni yani özünüz tushuntirib bersangiz texnik yaxshi bo'ladi. Finanski kvant analizi yani miqdarlıq analizning miqdarlıq analizi ve sinir aqlniki finans qo'llanishi bo'lib, hozir shu sohadagi tadqiqotlarni qilyapti. Undan boshqa yana İstanbul ve chet eldagi borsa degani bazar demdi. Qaychaki bazar. Qaychaki bazarlarda yuqori частотlik savdo qilgan, ya'ni savdo miqdori intayin tiz bo'lgan bu shirkatlarda
işletiladi yani Azatcan'daki projektleri. Ben sizin tanıştırışım hoşçılık olsun çünkü sizin tercüme Rahmet. hem bu Rahmet. atalgılar hem Uygurca bek bolmagaçka sal qısqatып çıkıp mecbur oldum. Aslında texim uzun demek qısqatıp qoldum. Endi kelsek, söhbetimizin asas temasiga kelsek, sun'iy aql. Sun'iy aql nihoyatda bir cho'ng tema. Siz tayyorlagan sunumingizni bir qilib bersangiz, bizga sunib bersangiz. Assalamu alaykum hörmətli ekran aldidagi barliq ko'rurmanlar. Mularning bugungi sun'iy aql to'g'riliq söhbetimiz qatnashganlarına aytın ko'pdan-ko'p rahmat. Men degandek Uyg'uriston bilan bu temada burun 3 qatimliq sun'iy aql to'g'riliq bir söhbet bo'lganki, mana 4-inchisi endi demak mening o'ylaganim bu 4 qatim söhbet edib bag'idek bo'lgandan keyin balkim boshqalarninki hammasiniki shu sun'iy aql to'g'riliq munosabatli uchurliga yoki mush to'g'riliq bilinadigan ayt qiziqdi deb o'ylayman. Shunga men bugun asosligi bir injener yoki qo'llanuvchining ko'zidan boshlab shu yoki injener yoki tadqiqotchi nuqtai nazaridan aytganda sun'iy aqlniki pardasining orqadagi ishlash prinsipi boshqa fanlar bilan bo'lgan chetishligi shuningdek muhim bo'lgan bir necha sun'iy aqlniki algoritm qatorliqlarga mush to'g'riliq sizlar bilan o'zimniki ko'z qarashlarimni o'rtoqlashmoqchiman. Albatta shuning uchun bugun meningki bir shu slayd, ya'ni meningki bugungi seyretmeni ko'rsatishga asosli yo'lim ko'proq vaqtda savol so'rash va birlikda ishlash bilan bo'ladi. Amal ba o'zimizning yenimizdagi jismlarni va obyektlarni misol keltirib turib, zag'ra tili bilan sun'iy aqlningki qora sandiqlarini echish, uningki pardasini echish bo'ladi. Qaynamiz hammamiz birlikda pardaning orqasida nima borligiga bir qarab chiqaylik. Adasa hammaning oldida meningki so'raydigan bir savolim shu sun'iy aql degan nima degan savol bo'ladi. Bu savolga meningcha bundan burungi 3 qatimliq sun'iy aql to'g'riliq suhbatida balki nurg'un mutaxassis doktorlarimiz bu savolga javob berganligi uchun men bu yerda buningki ilm fandagi o'zininki ma'nosini qaytadan takrorlab o'tirmayman. Biroq shu savolni boshdan oxiri bizningki ko'rurmanlarimizningki o'zining ichida o'zidan so'rab turishni talab qilaman. Oldi bilan sun'iy aql degan nima degan savolga javob berishdan burun albatta bizda aql degan nima degan savolga javob berish kerak. Chunki men bir injener bo'lib, shu injenerlikda hammamiz bilamiz, bir masalaga yo'liqib qolsak injenerlikda oldi bilan agar u bir murakkab masala bo'lsa, uni bir necha kichik masalaga aylantirib, har birisini ayrim-ayrim tadqiq qilamiz. Undan ularning o'rtasidagi bog'lanish va qonuniyatlarni asosida matematikalik formulalarni tuzib chiqamiz. Universal bir masalaga aylantiramiz. Bizning bugungi tadqiq qilish obyektimiz sun'iy aql bo'lganligi uchun albatta sun'iy degan hammamiz bilamiz. Sun'iy deganimiz odam tomonidan yasalgan degan so'z, ya'ni tabiiy emas. Biroq ikkinchi so'z aql degan so'z. Bu so'z nihoyat muhim so'z. Aqlning nima ekanligini tushungan vaqtimizda biz sun'iy aqlning qanday narsa ekanligini, balkim sun'iy aqlningki ichidagi sandiqning ichida qanday bir muhim sirlarning yo'shirganligini tushunishimiz mumkin. Shunga men bu yerda 3 savolni so'rab qo'ydim. Undaqda balkim ekran oldidagi hammalardan ham shunday savolni so'ragim keladi. Birinchi savol hayvonlarning aqli bo'lamdi degan savol. Belki Memtim'in bu savolga javob berishi mumkin boshqalarninki o'rnida. Azroq kechikmayotgan bo'lishi mumkin. İnkaslardan javob ham yo'qmi bir qarab boqay. Menimcha hayvonlarning oddiy to'g'ri darajadagi aqli bo'ldi. Masalan, maymunlarning, shimpanzlarniki oddiy ba'zi narsalarni o'rgana oladi. Masalan, maymunga banan bir mashhur tajriba bor. Maymunlarni qafasga solib qo'yib shundan keyin maymundan xalqan bir saç banan qo'l uzatgan vaqtda sirtdan tajribani ko'rsatuvchi odam suvcha juda bir nima qildi shundan keyin barabar bu maymunlarda men bu nimaga cheqilsam bu banan cheqilsam men ziyadiga degan tuyg'u ya'ni aql tajribadan to'qmishda bir narsa shakllanib andiki uni cheqilmaydigan bo'ldi. Shuni qarab men bor deb o'ylayman. İbtidoiy shaklda. Yaxshi bir javob bo'ldi. Yana
Men şu inkasını okusam, bazı hayvanlar adamlardan mı akıllıkmiken deymen deb yazgan Zuliyat Qurban dostumuz. Demek akıl insanlarga xas narsa emas. Biz baya deb ötkendek, men timin tanıştırıp ötkendek, mesela bizning yerimizde hayvanlarda mı akıl ba. Akıl insanlarga mı xas narsa degende mesela bir narsani ötüp ketip kaldı kechiringlar. Qaytib kelay. Akıl insanlarga xas narsami degende, mesela yuqoridagi bir videoningki suratini qistirib oldim. Aslida videoni kirgizmoqchidim, biroq vaqt munosabati bilan bevosita suratini qistirib qo'ydim. Bu temasida olimlarningki tadqiq qilib natijasida bayqashcha amaliyotda itlar odamningki tilini tushunalaydi degan. Ya'ni mazmunda, videoningki mazmuni. İkincisi, tövendeki suratda olsa 10 aqlliq, dunyodagi 10 aqlliq hayvonlar degan. Masalan, bularning ichida boya deb o'tgan shimpanze va yoki boshqa pilva, kaptar va degandek bizga noit tanishli hayvonlar bor. Demak, mushlarningki ma'lum darajada aqli bor. Uningdan boshqa bizningki bugungi deb o'tirgan suhbatimizningki asosiy mazmuni deb atamiz sun'iy aql. Yani sun'iy aql deganimiz mashinalarning aqli. Agar odamning aqli bor deb o'ylagan bo'lsak, albatta bugungi bu suhbatimiz bo'lmaydi. Yalnız hayvanlarning aqli emas, mashinaning aqli emas, bu biz yalnız insonlarga xos narsa emas. Deganimizdek hayvanlarning aqli bor. Oldi bilan shuning uchun bu savolning javobini aniq deb bilib oldik. İkinci savol, ya'ni men hammalardan so'rag'im keladigan va men timin balkim boshqalarning inkaslarni o'qib yoki o'zining ko'z qarashlarini deb o'tadigan hayvonlarning aqli bilan inson aqliningki qanday farqi bor degan savol. Belki biraz inkasını bir neçə sekund kütəyli men timinmi o'ylanib kelsin. Hayvanlarning aqli bilan inson aqlining qanday farqi bor? Men bir suratni qo'shib qo'ydim, yana bir tanishtirib o'tay. Bu suratda tadqiqotlarga qaraganda odam bilan shimpanzening DNA'si 98,8% bo'lib o'xshash. Yani bizning DNA bilan shimpanzening DNA'si asosiy jihatdan o'xshash. Undaqda biz shimpanze emas, biroq buni hammamiz bilamiz. İnkaslar menimcha aqli bor yoki esda tutishlar. Biraylan debdi menimcha aqli bor yoki esda tutishlar bo'ldi desak bo'ldi, lekin insonlarnikini to'yan debdi. Yani birisi bor demoqchi o'xshaydi. Undaqda savol, hayvonlarning aqli bilan inson aqlining qanday farqi bor? Masalan, bor dedik, albatta. Hayvonlarda aql bor dedik, hozirgi mashinalarda ham aql bor dedik. Undaqda odamning aqli bilan shu hayvonlarning aqliniki farqi qanday? İnkaslar kechikibroq keldi. Inkasga ichimdagi unday vaqtni sotmaslik uchun. Menimcha, siz hozir ekranni ko'rsatib qarasanda odam bilan shimpanzening farqi 98,8%, ya'ni farq o'xshashligi 98,8%, farq 1,2%. Shimpanze bilan odamning orasidagi farqni mushunchalar yo'g'ontayotgan, ya'ni odamlarning mushunchalar madaniyatlarni barpo qila oladigan iqtidorga ega bo'lgan narsa 1,2% farq. Eğer ular bo'lgan bo'lsa, texim taraqqiy qila oladi, texim aqlli narsalarni barliqqa keltira oladi, mashinalarni yasay oladi. Masalan, qushlarning aqli u yasay oladi. Ba'zi hayvonlar o'nkurlarni qo'llab bir narsa qila oladi, oddiy bir narsani qila oladi. Lekin odamdek imoratlarni bir narsani yasay olmaydi, odamdek bir narsani qila olmaydi. Shunga farq endi persalashtirib bir narsa demayman, lekin bu yerdagi farq haddidan ziyod jiq. Nayt to'g'ri, nayt yaxshi javob bo'ldi. Yana bir javob keldi inkasda. Insonlar tafakkur qilish orqali bir o'rnakdan yangi bir narsalarni bayqab chiqishi mumkin deb. Bu nayt to'g'ri javob bo'ldi. Ya'ni insonlarningki o'rnaklarni bayqash, ayirish iqtidori biz hozirgi sun'iy aqlda qo'llanayotgan, masalan, inglizchasi pattern recognition deymiz. Bu bir algoritm, sun'iy aqlning algoritmi. Yana birisi uyg'urcha deb aytganda naqsh yoki bo'lmasa o'rnaklarni tonish. Biz bu to'g'riliq birozdan to'xtalib o'tamiz. Savolimizga qaytib kelsak, bu yerdagi muhim narsa hayvonlarning aqlidagi inson bilan hayvonlarning aqliningki asosiy farqi yoki ularning o'xshashligi beshi deb o'tgandek, ularningmi insonlarningmi tug'ma aqli bor, keyin o'rganadigan aqli bor. Ham o'rganish iqtidori bor.
Biroq bu yerdagi farq asosligi bizning miyamizdagi neyronlarning soni bilan shu shimpanze masalan oldida deb o'tgan shimpanzeniki miyasidagi neyronlarning sonida. Bu birisi. İkincisi bizning miyamizning etish ko'limimiz bilan shimpanzeniki miyasining echilish ko'limida. Ya'ni ko'lam deganda inglizcha scale bilan aytgan vaqtimizda bamu ba. Biroq uni qanchalik oshgan, qanchalik qo'llangan, qanchalik aktivlagan. Birozdan keyin aktivlash degan to'g'riliq yana to'xtalib ketamiz. Shuningga qaraganda masalan, bu yerdagi asosli sabab boya deb o'tgandek insonlarningki birisi neyronlari ko'p, ikkinchisi ko'proq oshgan, uchinchisi bizningki birozdan keyin men uni ko'rsatib o'taman. Ben yetib qo'yganimdek masalan insonlarning narsalarni va ularning xususiyatlarini bog'lash, ulardan foydalanib qurollarni yasash va xulosalash iqtidori bor. Ya'ni bu yerdagi ochqishlik so'z bog'lash va ulash. Hayvonotlar olimlarning tadqiq qilish bayqishicha, men biolog emas, balkim bu yerda xatalashim mumkin. Biroq men ko'rgan shu tadqiqotlarda bayqishicha, olimlarningki hayvonotlarningki inkas qaytarish iqtidori bor. Bular o'rganish orqali ma'lum bir muhitga inkas qaytarishni biladi. Biroq uni masalan o'ylanib, masalan o'tni ko'rgan vaqtida hayvonlar hargizmi o't bu qanday narsadir, buningki fizikalik xususiyati qandaydir, o'tningki bu qanday boshqa qo'llanish bor deb o'ylanib olmaydi. Ular qurollarni yasab olmaydi masalan. Biroq biz odam o'tni ko'rgandan keyin yolg'iz o'tdan qo'rqish emas, bu hayvonningki birinchi inkasi. Bizning hayvon bo'lishimizdagi inkas o'tni ko'rgandan keyin qo'rqimiz albatta. Undan başqa biz o'ltirib bizning ichimizda bir qism odamlar bo'ladi. Bizning ota-bobolarimiz masalan necha yuz ming yildan burun ota-bobolarimiz o'tni ko'rgandan keyin berib buni tadqiq qilib kuzatib masalan bundan qanday qo'llansa bo'ladi ekan, buning ichida qanday bir sirlar yoshirilgandi deb xuddi biz bugun bu yerda sun'iy aqlningki qora sandiqning ichida nimasi bor deb bir yerda bizlarga muloza qilib o'tirgandek bir qism insonlar muloza qilganda bu bizdagi farq. Ikkinchi birisi biz bir narsani bayqagandan keyin ko'p vaqtda u narsani o'zimiz uchun qo'llanishga tirishimiz. Masalan, o'tni qo'llanishga tirishimiz, o'tni qo'llangandan keyin yemeklarni pishirib yedik degandek. Ikkinchisi har xil qurollarni yasadik degandek. Bir hayvon uchun yog'och, beshidagi metal. Biroq insonlar bir metalni yoki toshni yog'och bilan qo'shish orqali ma'lum bir xil qurollarni yasab chiqa oladi. Uchinchisi masalan biz uchinchisi to'g'riliq birozdan keyin to'xtalaylik. Bu biroz mavzudan chetnab ketib qolgan surat. Yani bizim alimlerimiz mesela bu ikinci vaqt münasebetlerine ait tanıştırıp etmeye üçüncü sual. Üçüncü sual emniyette şu bugünkü sünni akılla münasebetli sualdı, mezmundu. Yani bir neyse hayvanların akılından insan akılınınki yani bir en çoğun adaylığı, yani en bir hemiden çoğun bir okşumaslığı mağarasında görsütülgen. Mağarasında mesela kandak tonulduğunda, ben sizce bu resim nimeni düşündürdü? Sol taraf yukarıda kitap durdu, onun yanında kimlik durdu, onun yanında on tarafta pasport bir narsa durdu, andiken on taraf aslında aile cüzdanıydı yani toyxeti, onun yanında pul, onun yanında diplom. Demek adamlar bir medeniyetlik bir canlılık buluşu sütülen okuydu, mağarip terbiyesi gördü, andiken bir cemiyette ma'lum bir ictimai kurulmanın, tüzümünün kaydının içinde yaşayalaydı. Yani bunu devlet olup uyuşup ve devletin çıkan kaide, kanun nizamları dairesinde. Andikin mesela hayvanlar bir pul deganimiz biz o'tirib maktabda o'rgangan vaqtda yoki boshqa keyin o'rganganimda umumiy tan qimmatlik bir narsani yana bir narsaga almashtirish uchun umumiy tan qimmatlik mol deb o'rgangan to'q. Nayet to'g'ri bo'ldi. Ya'ni insonlarningki bizningki madaniyatimiz, bizningki o'rganishimizning orqasida kelgan. Yana bir narsa, bu yerda biz masalan yuqoridagi savolga munosabatli qism deb aytgan vaqtida hayvonlarning aqlida inson aqlining qanday farqi bor deb men amaliyotda bu ikkisini qo'yib qo'ydim. Biz yenimizdagi ishtilar mushukka mayli bizningki erbek hayvonlarimizga yoki boshqa hayvonlarga buni olimlar tadqiq qilib ko'rgan. Yuqoridagi narsalarning hammasini ko'rsatsa, ular faqat qog'oz deb biladi. Masalan, kitobni qog'oz ular uchun, kimlikni qog'oz ular uchun, pasportni qog'oz ular uchun, nopos daftari, pul, diplom hammasi qog'oz. Faqat odamga ko'rsatgan vaqtida bu qog'ozning bizga har xil ma'nosi keladi. Yana bu yerdagi bir
men açık tutup bir narsani hozir tilga olmay turay, biroq buni o'ylanib ko'ringlar. Ya'ni hayvonlar bu narsani ko'rgandan keyin u qog'oz. Masalan, bizga nisbatan uninki har xil ma'nosi bor. Yana bir savol, men bu yerda 3 rasmni qo'ydim. Bu 3 rasmning hammasini so'rab o'tmay, bevosita deb beray. Birinchisi bir bizningki mingimizning tahlil qilish, ya'ni simulyatsiyani yasash iqtidori. İkinci sualni men mentimdan so'rab bersam bo'ladi, masalan hozir. Mening orqamda bir tam bor. Sizni deylik masalan bir 20 kilometr har soat surat bilan kelib matamga ushsangiz nima bo'ladi? Beshimiz zaxmlandi. Shundaq, beshingiz zaxmlandi. Bu olimninki bayqagan hayvonning aqli bilan odam aqlininki o'rtasidagi yana bir cho'ng farqi. Ya'ni qandaqdir bir qisqacha men qisqartib degan vaqtda olimninki bayqagini hayvonlar tasavvur orqali o'ylanib, yo'q narsani baqilish, simulyatsiyon yoki tahlil qilish orqali bir jumla aytganda hayvonda yo'q narsa odamda o'ydirib chiqarish iqtidori bor. Masalan, biz ko'rmagan narsani o'ydirib chiqara olamiz. Masalan, biz bilmaydigan narsalarni o'ylab chiqara olamiz. Masalan, biz hikoya yoza olamiz. Hayvonlar ko'rganiga inkas qaytarsa, biz ko'rmagan narsaga inkas qaytara olamiz. Masalan, bayaq sizning tamg'iz so'qilsangiz nima bo'ladi degan vaqtingizda meningizda bir surat paydo bo'ldi. Ya'ni so'qilgandan keyin balki qonlar chashlayotgan bo'lishi mumkin degandek. Bularning hammasi bizningki o'ydirib chiqarish iqtidorimiz. Olimning bayqishicha bundan narsa yo'q ekan. Masalan, hayvonlarda. Qo'ylar to'xtamay ustida masalan shunday. Ular masalan agarda mana bu 5 bir tahlil qilib, mushu qilgan ishni qilgandan keyingi oqibat qanday bo'ladi deganda mengisida shunday bir surat chiqara olgan bo'lsa, balki ular usmasligi mumkin edi. Ya'ni yuqorida deb o'tganimizdek odam bilan hayvonlarnikini biroz analiz qildik. Endi yana bir savol, mashina aqli bilan sun'iy aqlninki, ya'ni va yoki tabiiy aql davrida inson aqlining qanday farqi bor? Ya'ni mashina aqlini biz sun'iy aql deymiz, o mayada bir xato yozib qolib kechiringlar. Mashina aqli ya'ni sun'iy aql bilan tabiiy aql, ya'ni odam aqlininki qanday farqi bor? Bu savol inkas kiporcha hajjashim o'zimda. Mashina aqli bilan sun'iy aql. Qaytadan savolni? Ya'ni mashina aqli bilan sun'iy aql bilan tabiiy aql, ya'ni sun'iy aql bilan tabiiy aqlning farqi sizcha? Sun'iy aql bilginimizda ismidan chiqib turadi. Sun'iy ya'ni adam yasalgan. Tabiiy degan tug'ilishdan bor bo'lgan aql. Sun'iy aql bor bo'lgan narsalardan kompyuterniki yumshoq detallar orqali xulosa chiqarib, o'rganib, andan keyin tajribalar orqali aslida ma'u ishdan mundaq natija chiqargan, ya'ni sabab natija munosabat bog'langan holda aql yo'q bir narsani da paydo qilingan aql. İnsan aqli bilan paydo bo'lgan aql. Endi bu yerda yana bir narsani tushuntirib o'tay. Masalan, sun'iy aql degan ikki bo'lakdan tarkib topadi. Yo'q, tabiiy aql degan odamning tabiiy aqli. Birisi tug'ma aql. Biz tug'ilganda bizda bor bo'lgan aql. Bu hayvonlardami bor? İkincisi o'rganishdan keyin chiqqan aql. Bumi tabiiy aqlga kiradi. Ya'ni tabiiy aql deganda faqat odamninki tug'ilgan vaqtida bor bo'lgan aql emas. Masalan, biz tug'ilgandan keyin imtihon beramiz. Necha kun burun masalan, men imtihon berdi dedi. Bu to'g'riliq biroz degan to'xtalamiz. Shuna o'xshash biz o'rgangandan keyingi aqlmi bu tabiiy aql. Insonda bor bo'lgan aqlning barliq tabiiy aql bo'ladi. Endi hayvondagi shunday. Masalan, bu mashinadagi aql bir eng cho'ng o'xshamasligi uning tug'ma aql bo'lmaydi. Hozircha yo'q masalan. Bizning hozirgi sun'iy aqllarimizning hech qaysida ularda bir biologiyalik badan bo'lmaganligi uchun biz ularni hozir sun'iy aql deyapmiz. Agar masalan kelgusida shu mashinalashgan odamlar yoki odamlar mashinalashib ketsa, masalan, hyper human yoki hyper odam yoki super odam degandek odamlar barliq kelgan vaqtida balkim ularning tug'ma aqli bo'lishi mumkin. Ya'ni yerim odam, yerim mashina degandek. Biroq hozirgi vaqtda biz cho'ng farqi degan vaqtimizda hozir asosiy jihatdan deymiz, mashinaning aqli bilan odamning aqlining bir cho'ng farqi, mashinaningki tug'ma aqli yo'q. Bu bir cho'ng farqi. Ikkinchi cho'ng farqi mashina aqlidagi mashinalarningki dunyoni tonishi butunlay son-sifirlik bo'ladi. Ya'ni mashinalar asoslari analog signal orqali toniy olmaydi dunyoni. Biroq odamlar biz
sıfırlıq dünyanı tanıya alayımız, analog dünyanı tanıya alayımız. Çünki biz maşınlarga berip atkan uçurlarning barlığı san sıfırlıq bolganligi üçün maşının ügünüş jarayonidagi aqlning hammasi, yani mandaq chiqib aytganda 0-dan 1-niki natijasi. Endi biz baya degenge o'xshash sun'iy aql degan nima deganga men mayada yezib qo'yibdiman. Sun'iy aqlningki har xil odamlar deydigan masalan, har xil nihoyat ko'p ma'nosi bor. Hamma yerda qarasingizki aniqlamasi nihoyat ko'p. Biologlar bir xil aniqlama berdi sun'iy aqlga, matematiklar balkim bir formulalar bilan yana bir xil aniqlama berdi. Yana boshqalar yana boshqa xil aniqlama berdi. Biroq mening mayaga qo'shqim kelgan aniqlama men yuqoriqilarni analiz qilib va yig'inchoqlagandan keyin qo'shgan aniqlama emas. Sun'iy aql deganimiz odamlar yaratgan. Bu sun'iy degan so'zning ma'nosi keyin odamlarga o'xshash o'qiy oladigan, analiz qila oladigan, tanıya oladigan, sansfir va berilgan uçur ma'lumotlar asosida ilmiy qaror, yakun yoki natija chiqara oladigan moslashgan programma, sistema yoki mashinani ko'rsatdi. Ya'ni biz odamlarni ba'zi deymiz-ku, "Madam nihoyat intellekt bir aqlli odam ekan" deb. Meniki mishadagi aniqlamamdagi sun'iy aql dal bizning ichimizdagi shundoq intellekt bir turkum odamlarningki xususiyati va qobiliyatiga ega bo'lgan sistema, mashina yoki programma. Men shundoq aniqlama berdim va shu aniqlama bo'yicha bugungi suhbatimizni davomlashtiramiz. Ya'ni odam yasagan, odamning funksiyalarini tahlil qila oladigan va odamning aqlining o'rnatilishi mumkin bo'lgan fizikalik tini bor bo'lgan yoki bo'lmagan. Asli mayada burun fizikalik tini degan narsa yo'q deb, biroq keyin necha kun burungi ba'zi bir uchurlar kelgandan keyin men oxirgi so'zni yangidan qo'shib qo'ydim. Endi asosiyatni sun'iy aql degan nima, aql degan nima degan savolga javob berib bo'lgandan keyin biz endi sun'iy aqlningki qora sanduqi to'g'riliq to'xtalsak bo'ladi. Nurg'un odamlar masalan hozirgacha sun'iy aql to'g'riliq ko'rgan uchurlarda bo'lsin, xabarlarda bo'lsin bu kelyapti. Siri andaq bo'libdi, ChatGPT andaq bo'libdi, Midjourney degan narsada surat chiqardi ekan. Hozir kod yozadigan kurslar bor ekan, barliq programmistlar 3 yildan keyin ishdan qoladi ekan, o'ladi ekan, bo'ladi ekan deb. Biroq nihoyat oz odam shu narsaninki asosiy mohiyati bu qandaq narsadir, buning ichida nima bordir, bu qandaq xizmat qiladi degan to'g'riliq o'ylab ko'rgan bo'lish mumkin. Amaliyotda bizning ichimizdan ko'p odam o'ylab ko'rgan bo'lish mumkin. Shunga men bugun o'zim o'rgangan bilimlarimga asosan va meningki ko'z qarashlarim bo'yicha sun'iy aqlningki qora sanduq to'g'riliq hammalarga ozdir, ko'pdir bir tonishtirish berishni loyiq ko'rdim. Masalan deymiz, boya buni o'qib o'tib ketdim. Bu slaydni ko'rsatmay turib. Savol ChatGPTning xizmat qilish prinsipi qanday deb yozib qo'ydim masalan. Agar siz yolg'iz bir narsani qoral yuzida uni ko'rib qo'llanish emas, uningki bundan tegi-tagida qandaqdir, bu qanday xizmat qiladigandir deb o'ylanib ko'rgan bo'lsangiz prinsip haqida, balkim bu savollarning javobini izlab ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni savol ChatGPTning xizmat qilish prinsipi qanday? Bu savolni men Memtimendan so'ramay qo'yay, chunki Memtimen bu savolni necha qatim nurg'un odamdan so'rab bilib olgan, bu qaytilanish bo'lib qoldi. Inkasda keyin bor bo'lsa, bu to'g'riliq suhbatlashimiz. Men bevosita menimki shu boya ChatGPT bilan so'zlashgan bir savolimni qo'yib qo'ydim. Shu orqali biz hozir ko'pdir bir uchurlarga yetishimiz deb o'ylayman. Masalan, men ChatGPTdan bunday bir savol so'radim. Yani mening savolim ustida yozganim uyg'urcha to'g'ri. Biroq ChatGPT menga inglizcha javob berdi. Men ko'p vaqtda ChatGPT bilan inglizcha so'zlashganligim uchun bu o'ziniki mengisida inglizcha deb tanib olgan ekan men. Sen bir sonliq ma'lumot analiz mutaxassisi, turmushdagi masalalarni berilgan talab bo'yicha matematikalik modelga aylantira olasan va shu matematikalik model bo'yicha shu modelning natijasi asosida savollarga javob bera olasan. Bugun qanday tamoq yeyishni bilmay qoldim. Uyg'urcha tamoqlarning hammasini bir guruh qilib tez, andin ularning har biriga 0 dan boshlangan sonliq indeks ber. Andin har bir tamoqning ichidagi kaloriya miqdori, har bir tamoqning oziqlik qiymati, sog'lomlik nisbati, pishirishning o'ng'ayqiylik darajasi bo'yicha, yana yuqoridagi 4 xarakter yoki xususiyati bo'yicha har bir tamoqqa 0 dan boshlab 1gacha bo'lgan nomer qo'y. Andin berilgan nomer bo'yicha hammadan yaxshi tanlashni hisoblab ko'rsat. Kerak bo'lganda surat va grafik, ya'ni formulalarni ko'rsatsam ham bo'ladi deb yozdim.
Yazgandan keyin ChatGPT yani yuqoridagidek mushlarni menga ko'rsatdi. ChatGPT menga bir jadval tuzib berdi. Jadval tuzib bergandan keyin o'zininki men yuqoridagi talablarim bo'yicha ishlab chiqargan mashg'ulotlardan keyingi natijasini ko'rsatdi. Yani ChatGPT'ning hisoblashi bo'yicha bu tamoqlarni yuqoridan tövanga bo'yicha masalan mening bugun yeyishim kerak bo'lgan tamoqlanmagan yuqoridan tövan bo'yicha tuzib bergan. Hammadan bak menga tavsiya qilgani ChatGPT'ninki. 0.8 numeri bilan ko'chira. Undan keyin 0.72 numeri bilan qo'y go'shti, ya'ni qaynatilgan qo'y go'shti 0.725 numeri bilan polo degandek shunday bir javob beribdi. Ben bu so'zlash jarayonidan hammalarninki biroz o'yinlik ko'rishini so'rayman. Bu yerda ham bir savol yozib qo'ydim. Ya'ni sizcha bu suhbatda qanday masalalar va nuqsonlar bor deb yozib qo'ydim. Undan keyin men yana ChatGPT bilan davomli mandaq bir savol qo'ydim. Mening amaliyotda bakrak lag'ma yegim kelib turdi. Jadvaldagi lag'maning nomerini birinchi qilib chiqarib bersan qanday deb so'radim. Shuning bilan bu ChatGPT yana qaytadan bularni tizgan, bir qaraydigan bo'lsanglar, lag'manninki kaloriya, nutrition hammasiga bevosita bir nomer qo'yganda, shuning bilan lag'manninki nomerni hammadan yuqori qilib, bir nomer bilan lag'manni birinchi qilib chiqarib berdi. Yana savol GPT masalan, ikkinchi savol GPT hammaning oxiridagi umum nomerni qanday hisoblagan, siz bo'lsangiz qanday hisoblaydingiz? Yana oldidagi savol qo'shgan vaqtda bu shu savol so'rash jarayonida va yoki GPT bilan bo'lgan aloqada qanday kamchiliklar bor, qanday masalalarni bayqadinglar mushto'g'liq to'xtalib o'tsak. Bu to'g'riliq bir necha sekund vaqt berildi. Belki yaxshi hisoblab chiqibdi, ilmiy debdi. Birinchisida men bir narsani qaytadan ko'rsatayman. Birinchi hisobda bir qadar ilmiy bo'lgan deb o'ylayman. Masalan, bu ChatGPT qanday qilishni o'zining ichida bor bo'lgan sonliq ma'lumotlar orqali amal qilib, bu tamoqlarning ichidagi kaloriya qiymati, pishirishning o'ng'ay qiyinligi, oziqlik qiymati degandeklarni hisoblab, masalan, javob bergan. Ikkinchi savol qaraydigan bo'lsanglar, ikkinchi bu jadvalga qaraydigan bo'lsanglar, sakrab ketib bordi. İkinci jadvalga qaraydigan bo'lsanglar, ChatGPT men dedimda, "Mana lag'man bo'lsa yaxshi" desam, bevosita lag'manni birinchi qilish uchun moyada, ya'ni ilm fanga xilof bir ish qildi bu. Bevosita lag'manga birini qo'yib berdi-da, hammaning yuqorisiga chiqarib qo'ydi. Endi birinchi savol yana shu so'zlash jarayonidagi qanday kamchilikni bayqadingiz? Ikkinchisi GPT hammaning oxiridagi umum nomerni qanday hisoblagan? Üçüncüsü, siz bo'lsangiz qanday hisoblagan bo'ldingiz degan savol. Balkim yanalar men bu savolga javob berish mumkin. Bugun bundan burun bu paranglardan burun tamoqlarni tushundirganman, masalan, cho'chira degandek tamoqlarni puli. Cho'chira, masalan, cho'chirani bilmaslik mumkin. Bu yerda yana bir narsa nimalarni bo'lganligini tushundirganman. Bularni tushundirish kerak emas. Men bu yuqorida qo'ygan savol boshlangan vaqtda ChatGPT bilan boshlangan savol, oxiri ChatGPT bilan oyoqlashgan shu javob bilan oyoqlashdi. Hech qanday o'tirsida boshqa narsa qo'shmadim. Ilgari manaligi memory o'ziniki saqlab oldi, ilgari paranglarni ashliq cho'chir masalan, cho'chirni bilmaslik mumkin. Yo'q. Umi yo'q. Bu yerda kaloriyasi, oziqlik qiymati, ayda masalan, cho'chirning oziqlik kaloriyasi 0.7, oziqlik qiymati 0.9, sog'lomlik, ya'ni sog'lom yemaklik ekanligi 0.90% qo'yibdi. Itish 0.7. Masalan, tamoqni pishirishning o'ng'ay qiyinligi. Bayqashga tirishyaptimi? Bu yerda endi masalan cho'chirning samsamidan olsam, masalan bu GPT'ninki o'ylag'ini bo'yicha shunday ketdi. Bu cho'chirni hammadan oson debdi.
Ben bu yerdeki mesela birinci kemçilik bayağı dep ötkenimizdek sizden yette bir nait yaxşı şunu beğendiniz. GPT-ninki hazırki yani ilim yoki bo'lmasa bilim bazısı da bizninki yemeklerimiz, tamaklarımız to'g'riliq nait az ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchisi kemçilik bu yerdeki GPT'nin qandaq bir metodologiya bilan, qandaq bir usul bilan bizning tamoqlarimizga bu xil nomerlarni qo'yganligini bilmaymiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi biz uni bildik degandimi? Masalan, ikkinchi savolga javob berish uchun bir savolning ikkinchi bo'ligiga javob berish uchun mana savolga javob berib bersangiz, masalan, GPT hamining oxiridagi umum nomerni qanday hisoblagan? Qo'shib ben o'tirib chiqmadim ag'a o'xshaydi. Shunday. Overall score. Bu yerda GPT barliq hammasiga nomer qo'yganda, nomer qo'ygandan keyin hammasini qo'shiblar 4 ga bo'lgan mandaqchi deganda. Masalan, birinchisidan texmi aniq ko'rindi. Mana bu nima sakraydiganda. Birinchisidan texmi aniq ko'rinib tur. Masalan, hammasini qo'shgandan keyin 4 ga bo'liblar, hammaning oxiridagi sonli qiymatini chiqargan. Bu chiqarish usuli amaliyotda night oddiy vaqtda bo'ladi, biroq injenerlik nuqtasini aytganda bu to'g'ri emas. Chunki masalan qandaq deysiz deganda menda qo'yilib ko'ring. Ba'zi kishilarningki tan sog'lomligi nihoyat yaxshi bo'lishi mumkin. Masalan, ularniki Xeymannikidek teni bor deyli. Tan sog'lomligi nihoyat yaxshi, Xeymannikidek yaxshi. Nihoyat sog'lom. Shunga ular uchun sog'lomlik numeri degan narsa ancha kerak emas. Ularga hammadan kerak bo'lgani balkim oziqlik qimmat bo'lishi mumkin. Yana bir xil ahvolda masalan ba'zi xonim qizlarimiz o'riqlash uchun kaloriyaga hammadan bakroq e'tibor berish mumkin, hammadan bakroq qiziqadigan bo'lishi mumkin. Bazı savolni masalan agarda so'rab o'tirgan bir bo'ytaq bir kishi bo'lsa, uning hammadan bakroq muhim bo'lgani tamoqni pishirishninki qiyin osonlik bo'lishi mumkin-da. Ya'ni nurg'un odamlar bizning hozirgi vaqtimizda qo'llanayotgan vaqtida GPT'ni qanday qo'llanadi deganda bir yilqi haq naqninki manbasi qo'llanadi. Meniki demoqchi bo'lgan bir narsa. Shunga bevosita GPT'ni haq naqni manbasi qilishga bo'lmaydi u birinchisi. Chunki siz qanday savol so'rasangiz, sizningki savolingizning mohiyati bo'yicha u shunday javob beradi. Bu to'g'riliq birozdan keyin biz qayta to'xtalamiz. Savolni so'rash GPT'dan olgan javobingiz deganlar, masalan, har kishi so'rasa har xil javob berdi. Shunga o'xshash narsa. Andan keyin ikkinchi sizga demoqchi bo'lganim, men savol so'ragan vaqtda nihoyat uzun yozdim bu yerda savolni. Men yolg'iz mening lag'ma yegim keldi yoki bo'lmasa mening bir tomoq yegim keldi, Uyg'ur tomoqdan birisini tavsiya qil deb so'ramadim. Buning sababi boya deb o'tgandek bir injenerninki nuqtai nazaridan deb o'tdim. Shuning uchun biz oldi bilan har qanday vaqtda sun'iy aql bilan so'zlashgan vaqtimizda va yoki boshqa aqli iqtidorliq mashinalar bilan so'zlashgan vaqtimizda, ular bilan aloqaga vaqtimizda esimizda bo'lishi to'g'ri keladigan bir narsa. Oldi bilan ularga ularning qanday narsa ekanligini, qanday muhit turayotganligingizni va qanday natijaga erishishingiz kerakligini deb berishingiz kerak. Masalan, bu yerda biz oldi bilan sen kim dedim, sen bir matematikalik modelga aylantira oladigan uchur mutaxassisi. Analiz mutaxassisi. İkincisi bu birinci qadam. İkinci qadamda biz nima dedik? Men sana qandaq mening talabim qaysi? Masalan, men qaysi narsalarga qiziqman, qaysi uchurlar bo'yicha, qaysi xususiyatlar bo'yicha nomer qo'ysa deb mushlarni aniq bergandan keyin, uchinchi qadamda undan keyin biz menga qandaq narsa kerak deb o'zimning talabimni qo'ydim. Mushunga o'xshash narsalar. Bu yerda GPT'ni ko'rsatishninki, mana bu so'zni ko'rsatishninki yana bir sababi bizning bayqaganimiz, biz hozir ko'rayotgan GPT hammamizga ham tonish narsa bo'lganligi uchun inkasda menimcha so'rag'adamning qimir tomoq yeyish kamroq yoki qiyinlik tomoqmi deganda kishining avisiga diqqat ilinmagan nice to'g'ri bo'ldi. Bu birozdan keyin men aslida boya savolninki shu javobini olmoqchi bo'lgandim. Ya'ni savol so'rag'uchininki har xil talabi yoki savol so'rag'uchininki har xil kerak bo'lgan ularninki nimasi ularninki o'zininki ehtiyoji bu yerda berilmagan. Mayli qanday qilmoqsin, ChatGPT'ning xizmat qilish prinsipi qanday deganda biz hammadan abstrakt holda, yana bir injenerlik yo'lidan qaraydigan bo'lsak,
biz bir tekstlerini kirgizyapmiz. Ondan keyin bizning tekstlarimizni olgandan keyin ma'lum bir qora sanduqning ichida bu ma'lum bir mashg'ulotlarni qildi. Qilgandan keyin bizningki so'rgan savolimiz, bizning talabimiz bo'yicha bizga bir inkos qaytardi. Yana biz matematikalik yo'ldan degan vaqtimizda andaq bir formulaga, andaq bir funksiyaga erishimiz. Yana biz uningga bir kirgizuvchi miqdorlarni beramiz. Onundan keyin biz o kirgizuvchi miqdorlarni biz bilmaydigan bir qora sanduq elib ketdi buni. Elib ketgandan keyin o'tirsida har xil mashg'ulotlarni elib berib, mashg'ulotdan keyin bizga bir chiqaruvchi miqdorni keldi. Shunday qilgan mashg'ulot jarayoni amaliyotda yana biz deb o'tgandek, biz sonliq ma'lumotlarni bir yoki nurg'unlagan matematikalik, statistikalik va ehtimollik funksiyalardan o'tkazilgan hisoblash jarayonidir. Birozdan keyin biz o'tirdagi qora sanduq to'g'risida to'xtalamiz. Hozir faqat bir abstrakt holatda tushunsangiz bo'ldi. Yana biz xuddi bir injenerdek, hammamiz bir injenerdek bir narsani to'niyapmiz va uni o'rganyapmiz. Shuning uchun aldirmay qadam-qadam bo'yicha kiradigan bo'lamiz. Hozir hammaning teshida turib qaragan vaqtimizda bizga shundayroq bir narsa ko'rindi. Yana biz bir funksiyaga kirgizuvchi miqdorlarni berdik yoki hamma ashyolarni berdik. Undan keyin bizga bir chiqarguvchi miqdor yoki natija qaytib keldi. Buning ichidagi qora sanduqni biz oddiyroq qilib, hozir bir retsept deb o'ylab olsak bo'ladi. Retsept deganning o'zi programma tilidan aytganda bir programma yoki algoritm deganning o'zi bir retsept. Va yoki retseptning o'zi bir funksiya. Biz ko'ktatlarni o'sha ko'rsatilgan funksiyada ko'rsatilgan, ya'ni funksiya o'ziga elayotgan shu miqdorlarni kirgizuvchi miqdor desak, chiqaruvchi miqdor bizning lag'man. Masalan, o'tirda biz qo'rdiqmi, qaynatdikmi, qanday qildik, bir turkum mashg'ulotlardan keyingi natijasi chiqaruvchi miqdor biz lag'manga erishdik. Agar biz masalan qora sanduqning ichida lag'manning retsept emas, poloning retsept bo'lsa, pologa erishdik. Yoki bo'lmasa yuqorida ChatGPT bizga ta'kidlagandek cho'chirga erishdik degandek, cho'chirning retsepti bo'lsa. Masalan, siz agar keyincha qandaydir bir robot yasab, shu robotga say qo'rib, ximir jizlab, lag'man so'zib deganlarni o'rgatsangiz, sizlar bir sun'iy aql kashf qilgan bo'lasiz. Ayada bir matematikalik yo'ldan degan vaqtimizda bayatni deb o'tgan qora sanduq to'g'riliq shu. Faqat namoyada bir necha matematikalik simbollar bilan ifodalanadi. Masalan, kirgizuvchi miqdorlarni x, funksiyani yoki qora sanduqni f, javobini y bilan. Funksiya to'g'riliq bir shu doktor professor Thomas Garrettningki bir videosi bor. Bu videoni vaqt munosabatidan ko'rsatishni loyiq ko'rmadim. Biroq agar qiziqsanglar, shu yuqoridagi QR kodni skanerlab suhbatdan keyin ko'rib olsanglar bo'ldi. Biroq bu funksiyaningki asosli mohiyati doktorningki tonishtirish bo'yicha dunyodagi har qanday jism va yoki har qanday jarayonni funksiya bilan tadbiqlashga bo'ladi. Belki u funksiya bir matematikalik funksiya bo'lishi mumkin, bir statistikalik funksiya bo'lishi mumkin, ehtimollik funksiyasi bo'lishi mumkin, uchur analizi bir qism boshqa funksiyalar bo'lishi mumkin. Yana bir qadam ishkirlab kiraylik. Biz baya bir qora sanduq degan narsa, kirgizuvchi chiqaruvchi degan narsalardan tanishib o'tgandik. Yana bir qadam ishkirlab kirgandan keyin yana bir savol so'rash to'g'ri keladi. GPT har xil javoblarni berish mumkin dedik. Undaqda biz qaysi javobning yaxshi yomonligini qanday farq etamiz? Ya'ni GPT bizga shu eng yaxshi javobni berish uchun nima qiladi? Yoki bo'lmasa mendaq tushunsak bo'ladi. GPT 3 chiqqandan keyin biror yildan keyin GPT 4 chiqdi. Masalan, biz deymiz-ku, internetni izlaydigan bo'lsak, hammasi deydi GPT 4 GPT 3 dan yaxshi deymiz. Masalan, GPT 4 necha milliondan ortiq parametrlarni o'rgangandan keyin GPT 3 dan nechasi yaxshi bo'lgan, a'lolashgan dedi. Yani undaqda shu GPT 4 bilan GPT 3 ni biz qanday bir-biridan yaxshi deb o'ylaydiganimiz. Masalan, nimaga asosan ularni yaxshi dedik? Albatta biz inson biz his qila olmaymiz uni. So'zlashgan vaqtida ular bakroq odamga o'xshash javob beryaptimi, to'g'ri javob beryaptimi degan biz his qildik. His qilgandan boshqa. Masalan, ularni qandaydir bir son sifirlar bilan selishtirish mumkinmidi? Shular to'g'riliq o'ylansanglar. Yana bir narsa, masalan, men bir necha kun burun imtihon topshirdi, men imtihon berdi. Shuni bilan men mentimdan imtihonni qanday topshirdim deb so'radim. So'rsam mentim mening esimda qilishcha menga yomon emas deb javob berdi.
O'tirdiki balını şunu çıkarıp koydum mesela. Yani ameliyatda mesela bu yaman emas degan javob injenerlarga nuqtai nazarini aytgan vaqtda bir keraksiz javobda bu. Bu ameliyatda bu bizdeki burundan bağlagan medeniyet ve adetin neticesi onun yaxshi yomon deb ketib bo'lmaydi. Masalan bir qisqacha bir narsani deb o'tay. Mening kichik vaqtimda, meningki sinfimda bir Nurgul deb bir qiz bo'ladigan. Bu adabiyot ders vakilati har qatimliq imtihonda, adabiyot imtihonida 100 oladi yoki 95 oladi degandek. 95 dan yuqori oladi. Bir qatim imtihonda endi tasodifiy 90 deb qolsa, voy men imtihonni nachar berdim, imtihon yaxshi beramadim deb chiqdi. Yana bir savodishim borda, Roza Isa deb. Bu savodishim ko'p vaqt imtihondan o'tolmaydi-da. Shuning bilan agar biror qatim endi ta'liq qilib 60-70 bilan imtihonni o'tib ketib qolsa, imtihonni qanday berdingiz? Voy men imtihonni Xudoga shukr nihoyat yaxshi berdim deb chiqilgan. Yana bu yerda biz kuzatish orqali bevosita bo'lmasa bir odamningki bergan javobi qarab, uning so'ziga bag'isi qarab bir narsaning yaxshi yomonligiga baho berishga bo'lmaydi. Shuni biz ko'p vaqt sansifirga ishonamiz. Masalan, men yuqorida ko'rsatib qo'ygan mayada hozirgi sun'iy aql bo'lsin, odam bo'lsin, bizning beradigan bir necha bahosimizniki o'rtoqligini chiqarib qo'ydim. Imtihonda biz oldingi qatimlik qaraganda mushkatim qanchalik yaxshi berdingiz yoki bo'lmasa bir o'quvchi qaraganda qanchalik yaxshi berdi degan yaxshi yomonligini selishtirish uchun hammasini o'xshashligiga qaranglar. Masalan, yo'qotgan nomerni eng kichiklashtirish uchun o'rganamiz. O'zi haydashgan mashinalarniki ilgirlash maqsadi ziyonni eng kichiklashtirish. Bu yerda ziyon degani nima emas, yana so'qilib ketsa ziyon chiqadi, birini o'ldirib qo'ysa ziyon chiqadi degandek. Doktorxonaga borsangiz, bir tekshirish qildingiz, tekshirish qilgandan keyin masalan qon besimingizni deyli. Siz sog'lomlik uchun tirishsiz, sizning tirishish yoki o'rganish natijangizdagi keyin mashq qilishingizdagi maqsadingiz normal songa yaqinlashish. Yani masalan sizga normal son 120 bo'lsa, sizning 80 chiqsa degandek. ChatGPTning bo'zichi buni tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. ChatGPTningki a'lolashtirishningki maqsadi keyingi to'g'ri so'zning ehtimolligini eng yuqorilashtirish. Biz birozdan ChatGPT masalan qanday xizmat qiladi degan to'g'ri tushunishimiz mumkin, biroq hozircha bevosita deb o'tgan vaqtimizda, chunki biz bir narsani yaxshi yomonligini farq qilish uchun unga bir injenerlik nuqtai nazardan yoki matematiklik nuqtai nazardan bir sansifirlik o'lcham qo'yishimiz kerak. Shunday qilib biz bu yerda sun'iy aqlda nihoyat muhim bo'lgan bir uchiqni tonishib o'tamiz. Bu bo'lsin ziyon funksiyasi. Masalan, siz agar imtihonda to'liq nomer 100 nomer olgan imtihonda 80 nomer olgan bo'lsangiz, unda siz 100 olamiz, yo'q 80 olamiz 100, tam 20 nomer ziyon tortgan bo'lasiz. Ya'ni mana yuqoridagi formulaga qaraydigan bo'lsanglar, x va y sizning olgan nomeringiz, buni ba'zida biz ehtimollikning natijasi deymiz, yoki bo'lmasa sizningki qiyos qilgan natijangiz deymiz, yoki bo'lmasa amaliyotdagi natija deymiz. Oxiridagi y haqiqat va yoki bo'lmasa to'liq nomer. Agarda masalan sizningki maqsadingiz yolg'iz bir fandan emas, bir necha fanni umumiy qo'shgan vaqtingizda o'rgangandan keyingi o'zingizningki natijangizni yuqori ko'tarish bo'lsa, unda siz o'zingizni siz deb o'ylamang, bir mashina deb o'ylang. Bu bir sun'iy aql. Sun'iy aql bir necha narsalarni qiladi. Bularning hammasini qilayotgani masalan bir modelniki mashg'ulotniki o'tirsidagi barliq mashg'ulotlari xuddi bir sizning o'qishmagan imtihonlarni topshirganingizga o'xshash. Masalan, adabiyot, fizika degandek. Agar bir nechasi bo'lsa-chi, bu vaqtda biz tövendagi ziyon funksiyasini qo'llanamiz masalan. Bu nihoyat tushunishlik, nihoyat oddiy narsa. Biroq biz shu vaqtning o'zida biz sun'iy aqlningki qora sandig'ining ichiga kiryapmiz. Bu sun'iy aqlningki masalan GPT bo'lsin, boshqalar bo'lsin qo'llanayotgan narsa. Bu bir narsani bilib olishingiz kerakki, masalan, sirtdan qaraganda nihoyat murakkab, nihoyat qiyin narsalar, balkim ichida unda qiyin bo'lmasligi mumkin. Albatta men biroz oddiylashtirdim, biroq buning matematik jarayoni barligi o'xshash narsa. Ya'ni olimlarmi, injenerlarmi shunday o'ylaydi. Oldindan bir masalani o'tirib tashlagandan keyin uni kuzatamiz, uni bir baho beradigan bir narsa kerak. Undan keyin aldirmay ichiga kiradigan bo'lamiz. Bu yerda yana bir narsani hammaning ustiga tema qilib qo'shib qo'ydim. O'rganish jarayoni a'lolashtirish jarayonidir. Biz birozdan keyin deb o'tamiz, masalan, mashina o'rganish deymiz, cho'nqur o'rganish deymiz.
GPT'ni qandaq məşqləndiribdi, ögütübdi deyimiz. Barlıq süni aql devatımız bularning hammasining bir ögünüş jarayoni var. Şu ögünüş jarayoni a'lolashtirish jarayoni. Nimani a'lolashtırdı? Dal şu tövende turgan ziyan funksiyasınınki qimmatini hammadan tövenge tushirish uchun a'lolashtırdı. Hem ögünüş jarayonida biz yana bir nuqtadan aytgan vaqtimizda parametrni tangshash jarayoni deymiz. Masalan, boya degandek sizda bir necha fan o'rganadigan mashina olgan bo'lsa, sun'iy aql maqsadi. Undaqda bu parametrlarni tangshash deganda, bu yerda qanday parametr bor? Siz 5 fan o'rganing deyli, matematik o'rganing, fizik o'rganing, ximiya o'rganing, biologiya o'rganing, yana nima qoldi? Ingliz tilini o'rganing. Sizning asosiy maqsadingiz nima? Hammaning oxiridagi GPT-singizni hammadan yuqori numaraga erishish. GPT'ni yuqori ko'tarish uchun yolg'iz bir fanga kuchsangiz bo'lmaydi. Shuning uchun siz masalan adabiyotga qancha vaqt sarf qilsangiz, matematikga qancha vaqt sarf qilsangiz, GPA-singizni yuqori ko'tarish uchun yolg'iz bir fanga kuchsangiz bo'lmaydi. Shuning uchun masalan siz ma'lum miqdordagi vaqtingizni masalan adabiyotga ma'lum miqdordagi vaqtingizni, matematikga, yana ma'lum zehningizni, vaqtingizni ingliz tiliga bo'lishingiz kerak. Men nima uchun boya GPT bilan so'zlashgan vaqtimda GPTning hamma oxiridagi bir necha 4 xususiyatni elibla, o'tirib 4 ga bo'libla chiqarib qo'ygan natijasi bo'lmaydi deganim sababi shu. Masalan, siz o'xshash vaqtni bilmasligingiz mumkin-da, ingliz tiliga ko'proq, matematikaga ozroq degandek, o'zingizning ahvolingizga qarab. Ya'ni shunga o'xshash parametr degan narsa, agar sizlar internetni qaragan bo'lsanglar, mashina o'rganishning parametrini qilibdi, uning parametri mancha million ekan degandek, parametr degan narsa xuddi bizningki hozir deyotgan masalamizdagi adabiyotga qancha vaqt bilasiz, matematikaga qancha vaqt bilasiz, yoki ingliz tiliga qancha vaqt yoki zehningizni bilasiz degan dal shu bizning vaqtimiz, zehnimizni bilayotgan vazn yoki bo'lmasa nima eg'irlik massasi. Yana qanday salmoq. Tamoqdagi nimalarniki xurishlarning miqdori, to'sqanchilik. Shundoq. Masalan, lag'manning suratini beshida qo'yib qo'yishimning sababi shu. Sizlar o'ylansin dedim. Lag'man lazini, masalan, chayizni, go'shtni qozonga etib qo'ysak, u lag'man bo'lib chiqmaydi, lag'manning suvi bo'lib chiqmaydi bu. Ularning hammasining ma'lum bir miqdori bor. Demak, bizning odamlarimiz, bizning ota-bobolarimiz bugun o'ylangan uni. Qanchalik miqdorda qanday bir xurishni sag'ar vaqtimda, qanchalik miqdorda qanday bir ko'ktatni ishlatgan vaqtimda hammadan yaxshi natijaga erishman. Ularningki o'ylagan hammadan yaxshi natijasi nima? Ularning maqsadi ta'mni qanday hammadan yuqori saviyaga yetkazish. Ya'ni bizning boyagi formulamizga tushdi. Ya'ni mashinami shundoq. Chunki mashina o'rganish bo'lsin, bu cho'nqur o'rganish bo'lsin, birozdan keyin men deb beraman, masalan, sun'iy aql bo'lsin, hammasining mohiyatida bu odamni do'rab turib kelyapmiz-da bu yerga. Shuning uchun biz o'zimizningki nurg'un o'zimizdagi masalalarni o'zimizdan so'ragan vaqtimizda mashinani qanday o'rgatadiganligimizni, mashinaning ichidagi uningki amaliy funksiyalarniki matematiklik jarayonni qanday ekanligini tushunamiz. Masalan, bir narsani deb o'tay, GPT-3 ningki 175 million 181 ming xato. Balki 175 trillion bo'lishi mumkin, men xatolashmasam. Shunday parametr bor. Bu yerdagi parametr degan narsa boya deb o'tgandek, shu talmig'i. Uningki xohlagan bir parametrni yuqoriltib tövallatib, uningki har xil sapasini masalan tövallatib tushirishga bo'ladi. Shu bu GPT-ningki masalan GPT-3 milliardga. GPT-3 175 milliard. Unda olsa 175 milyard 181 milyon 291 ming 250. Shundaymi? 550 mi? Shunday bo'lish kerak. Aniq sonini nima qilyapman? Men hozir tizlam Google'dan izlasam 178 milliard. Shunday. Bizga faqat masalan qanchalik ekanligida bir ko'p narsani deyapman-da. Biroq bu xuddi nimaga o'xshaydi desangiz, bir odam hozir 5 pan emas, 100 panni, millionlagan panni o'rganyapsizda, hammaning oxiridagi maqsadingiz o'xshash narsa. Masalan, shu GPA-ni yuqori ko'tarish. Siz u vaqt qanday o'rganasiz degan vaqtda har xil narsani o'ylab ko'rishingiz mumkin, vaqtingizni qanday bo'lish degan narsa. Ya'ni siz to'xtamay o'ylanib, shu vaqtingizni, zehningizni qanchalik salmoqdan bo'ldingiz, bo'lgandan keyin hammaning oxirida GPA-singiz yuqori chiqdi. Shu jarayonni biz o'rganish deymiz. Ya'ni siz shuni tadqiq qilib, hammadan a'lo bir natijaga erishish jarayoningiz o'rganishdi bu.
Şuna qilib ikkinchi bir nayt muhim qara sandiqning ichidagi bir narsani deb o'tdik. Ko'p vaqtda masalan bizda agarda yolg'iz bir fan o'rgangan bo'lsak, buni ekspert deb ifodalasak, matematiklik deb o'tib ketdik. Bizda faqat birla aralashtiradigan qimmat bo'ladi, bir parametr bo'ladi deymiz. Biroq o'zinglar ko'rgandek GPT'da 3 ta masalan, o'sha 170 allaburun 175 milliard parametr bor. Buning uchun uni ma'nodagi matematiklik sizib ko'z tutishmi bo'lmaydi, chunki uningki masalan biz 3D deymiz-ku odatda. Biz kompyuterimiz 3D'lik narsalarni ko'z tutmaymiz, undan ko'p bo'lishini ko'z tutmaymiz. Biroq men mushu aralashtirish jarayonininki balki bizning turmushimizga kerak bo'lib qoladigan bir nayt muhim uning oqidagi matematikalik o'lcham yoki bo'lmasa texnikani tanishtirib o'taman. Matematik ilmida masalan bu xildagi parametrlarni aralashtirish uchun qo'llanilgan texnologiyani biz ismini deb qo'yibdim qo'yin. Optimization aralashtirish deymiz. Bu ham deb o'tib ketamiz. Buning ichidagi algoritmni biz gradientlik tuvanlash deymiz. Uyg'urchada shunday qilinganki, gradientlik tuvanlash. Agar mana ingliz tilini tushunganlar bo'lsa, gradient descent deymiz. İngiliz sözünün özde emniyette bunun qandaq töveltib kelayotganligimizni, qanday o'rganayotganligimizni aniq deb bergan. Biroq Uyg'urchasini yomon emas, biroz tushuntirib ketsak bo'ladi. Gradient tövellash degan bir masalani masalan aralashtirish uchun kerak bo'lgan o'yinishlarniki birisi. Bu qaramoqqa anglashga yana bir murakkab bir narsa deb ko'rinadi bizga. Murakkab deb o'ylab qolamiz. Masalan, boya ko'rsatgan formulalar necha 100 million degandek murakkab deb o'ylaymiz. Haqiqatan buning hisoblanish jarayoni murakkab. Biroq uningki ideyasi, mohiyati orqadagi prinsipga oddiy. Buni qanday tushunishga bo'ladi desangiz, masalan biz deb o'tili, mayada men ko'rsatganim tangirtaq. Siz tangirtaqdan ma'lum bir cho'qqisidan shu tag'ninki ostiga kelmoqchi bo'lyapsiz-chi. Tag'ninki eng ostiga tushmoqchi. Biroq siz agar taq chiqib kelgan bo'lsangiz bilasiz, tag'dan cho'qqisida turib, tag'ning ostini ko'rolmaysiz. Siz tag'dan cho'qqisida turib, nega qarasangiz, hammasi bulutlar 360 gradus o'tirsida. Siz bu yerda qanday tag'ning ostiga tushishni bilmaysiz. Unda bo'lsa bizning o'rganish maqsadimiz deyli, shu qaysi jarayonni bossak, qanday tushsak, tag'ning ostiga hammadan tez tushadaymiz. Buni o'rganish uchun xuddi boya biz degandek, bu bir aralashtirish. Bunun qo'llangan texnologiyasimiz men tilga o'tib ketdim. Gradient descent, Uyg'urchasini nima dedik? Uyg'urchasini Gradient tövellash. Gradientlik tuvanlash dedik. Gradientlik tuvanlash deganda men yana bir surat ko'rsatsam, buni aniq bo'ladi. Ya'ni gradient degan so'z men mayada tushuntirib o'tib ketdim. Ya'ni Uyg'urcha to'liqroq olsak, bu yanto'liqni ko'rsatadi. Masalan, 3 bo'lim biz boshlang'ichdimi yoki o'rta maktabda men aniq bilmaganligim uchun yana maya kesib qo'ydim. Ba'zilar boshlang'ich tugagan bo'lishi mumkin, ba'zilar o'rta maktab tugagan bo'lishi mumkin. 3 bo'limda biz tangenosni bilamiz-ku. Shu tangenos amaliyotda maya devolatgan gradient. Yanto'liq masalan. Tushuntirib o'tib ketdi. Tangenos degan emas, qarshi ushbu tik bilan o'qish bilanlikka qarshi tarafniki yanto'lig'i. Buni o'zining qo'shni tarafi bor nisbati. Shunday. Yana masalan bizningki mana tangirtog'i 7439 metr. 7439 metr bo'lganda hammaning yuqorisidan siz yerga tushish uchun qanday tushsangiz hammadan a'lo yo'l bo'ladi ekan desangiz, matematikalik isbotlashlarga qaraganda va yoki biz deb o'tgan bo'yicha qolgan bir yerda turib sizga hammadan tik ko'ringan bir yerga qarab yurasiz. Az bir qadam yurib ko'rsiz. Az bir qadam yurgandan keyin o'zingizning boya biz ko'rsatgan ziyon funksiyasini eslatlaysiz. Masalan, ziyon funksiyasi degan vaqtimiz bu yerdagi ziyon funksiyasi tag'ning egizligi 7439 metr bo'lsa, siz 100 metr tushdingiz, yana qanchalik qoldi? Ya'ni shuning natijasi shu. Ziyon funksiyasining natijasi 0 ga yetgan vaqtda siz tag'ning ostiga tushib bo'ldingiz degan so'z. Ya'ni siz hammaning yuqorisida tursizda, masalan, men qarab ko'ray mayada sizg'i bo'landi, bo'lmadi. Sizg'i bo'lsa, men sizishim mumkin. Siz tag'ning hammaning yuqorisida turib, masalan, mana tik yo'l emas, mana hammadan tik yo'l mush deb ko'rsangiz, hammadan tik holatda tushsiz.
Tualetda biroz tushgandan keyin mana yerda turib hisoblaysiz o'zingizniki qanchalik egizlikda tug'uningizni. Siz tövanga tushdingizmi yoki yuqoriga ketib qolgan bo'lishingiz mumkin yana bir narsa deb aytay. Bu matematiklik. Biz mashina masalan yuqori tövani bilmaydi. Mashinaga odatda. Biroz tushgandan keyin yana bir shunday tik rayonni tanlaysiz. Her bir qatim az-azdan hammadan tik yo'nalish bo'yicha yurasiz. Az-azdan yurasiz, az-azdan yurasiz, az-azdan yurasiz. Hammadan tik yo'nalish bo'yicha yurasiz. Olimlarning deyishicha, faqat voz kechmasangiz, her bir qatimda az-azdan ilgirlab, hammadan tik yo'nalish bo'yicha yursangiz, cho'qim bir kuni tog'ning ostiga yetasiz. Bunun isbotlash narsasini ve matematik isbotlashni ko'rsatmadim, chunki bu bosh og'ritadigan bir masala bo'lib ketadi. Bugun biz degandek, bizning elimiz bor narsalarni ko'rsatish orqali degandek. Masalan, agar bizningki faqat birla adalashtiradigan qimmatimiz bor bo'lsa, yuqorida masalan ko'rsatib turdiku, o'rganishninki qadamlari deb bir o'ng tarafdagi grafikka qarasanglar, biz yana mana bu ko'rinib turgan ma'sizlik xuddi bir taqqa o'xshatsanglar, hammadan tez tushish uchun siz bevosita mana yuqoridan to'manga atlab tushamaysiz amaliyotda. Bu matematikada buni isbotlagan kerak, bunday mumkin emas. Siz az-azdan yurasiz. Az-azdan yurgan vaqtingiz qaysi tarafga yurasiz degan narsa. Ya'ni sizning tirishchanligingiz nihoyatda muhim. Buni bizning yerimizdagi zag'ir til bilan deganda, sizning tirishchanligingiz nihoyatda muhim. Bundan muhim bo'lgan narsa qaysi yo'nalishda tirishingiz nihoyatda muhim. Bu yana ba'zi vaqt odamning xuddi bir filosofiyadek bilinadi. Biroq mashina o'rganishning ichidagi aralashtirish texnikasi haqiqatan shunday bir filosofiyalik narsa. Yana birisi voz kechmaslik kerak. Ya'ni muhim bo'lgani siz to'g'ri yo'lda azazdan bo'lsa-mu, to'g'ri yo'nalishda yursangiz, cho'qim o'zingizning oxirgi maqsadingizga yetasiz degan narsa. Bu bizningki sun'iy aqlning ichidagi nihoyat muhim bo'lgan bir ideologiya, nihoyat muhim bo'lgan bir narsa. Masalan, hammaning oxirida hammadan yaxshi natijaga erishish uchun, hammadan ziyon azaytish uchun shunday bir aralashtirish bosqichidan besib o'tamiz. Biz masalan sun'iy aqlga azazdan kiryapmiz, endi kirib qayerga keldik? Iliq sun'iy aqlniki funksiya deymizmi yoki qanday bir narsa deymiz, model deymizmi, shuning yadrosi bir yerga kelib qoldik. Ma temisini bayqab qoldinglar menimcha. Endi so'rat qanday qilganda aqlliq bir qora sanduq yaslab chiqilib bo'ladi degan savol. Ben bir su içi vaqtcha mana hozir ko'pdir o'ynab tursanglar. Arliqda men bir gap qilay. Ma ba'zi kichik bolalar bor. O'tirib boshlagan, ya'ni bizning o'quvchilarimiz o'rtasida o'quvchilarim bor. Lekin ba'zida cho'ng yoshlilar bor. Bayam matematik xiyollar kirdik, tushunmay qolganlar bo'lishi mumkin. Agar bekrakiligi mazmun eg'ira qolib ketib qolsa, yozsanglar bo'ldi. Shundoq. Har qanday savolinglar bo'lsa, masalan, ularni so'rasanglar bo'ladi. Men avval o'zimning aql qobiliyatim yetgan darajada sizlarga tushuntirishim. Yana bir narsa, chunki bu sun'iy aql degan ko'p vaqtda masalan bu xildagi modullarning hammasi bir matematiklik narsa bo'lganligi uchun butunlay matematikni qo'shmay tushuntirish nihoyat qiyin. Men amal bor ba'zi yerlarni matematikni nihoyat azaytib hammadan oddiy holatini tushuntirib kelyapman. Şuna mümkün olsa tirishib tushunib ko'ringlar va bundan keyin masalan shu suhbatdan keyin internetni izlab degandek, kitoblarni ko'rib degandek bu to'g'riliq tamoman tushunib ketalasizlar. Men har qanday odam uni o'rganib ketalaydigan narsa. Ya'ni savolimiz qanday qilganda aqlli bir qora sanduq yasab chiqilib bo'ladi. Siz bo'lsangiz qanday qilırdingiz degan savol. Men bu yerda biroz vaqt bermaydigandek. Men bevosita bizning olimlarimiz qanday qildiga shuni ko'rsatib beray. Boshqalar qanday qildi deydi. Ben amaliyotda mening o'rtasida biroz iliqim kelgandek qo'yadi-ku. Savol javobmi? Savol javob qilib kelgandek. Unda bo'lsa biz endi boshqalar qanday qilganini ko'rib aqli. Bizningki burungi odamlar buni qanday qilganligini qarab ko'rdi. Bu yerda tonishtirish jarayonida men bir yangi bir narsa qo'llandim. Masalan, sun'iy aqlniki taraqqiyot tarixini qaraydigan bo'lsanglar, hammalar vaqt bo'yicha bo'lgan yoki bo'lmasa sun'iy aqlniki rivojlanish jarayoni, tushish jarayoni degandekchi.
Manındek körsatganlar bor masalan. Men manındek ko'rsatishni ancha yoqtirmadim. Bu xuddi tarix darsida ko'p qoladi. Shuning uchun men o'zimningki bir metodologiyasi bo'yicha sun'iy aqlni nega ketdi. Manındek bir necha davrga bo'lib tanishtirishni loyiq ko'rdim. Bu men bir kashf qilgan narsa, bu xato bo'lib qolsa yoki bo'lmasa to'liq bo'lmay qolsa to'g'ri ko'rib tushunishinglarni umid qilaman. Agar boshqa yerlarda qo'llanganlar kelsa, Azotninki sun'iy aqlning taraqqiyot davrini bo'lishi deb tushuntirib ketaversanglar bo'ladi. Birinchi davrni men sun'iy aqlniki 0.5 davri deb oldim. Ya'ni bu davrga bir ism qo'ydim. Hukm davri deb. Ya'ni bu davri 1842-yildan boshlab 1950-yilgacha deb yozib qo'ydim. Bizda ko'p odamningki masalan o'ylaydigan narsa bu sun'iy aql degan 1-2 yil bo'ldi, bizga yenimiz keldi deb o'ylaydi. Bu amaliyotda xato narsa. Bu sun'iy aql degan masalan bayağı men tanıştırganda o'qidi. Bu mening maktabda 2016-yillar, 2013-yillar, 2014-yillar tadqiqot temam shunga munosib narsa. Bu 1950-yillar tamamen tilga ilinib, hatto maqolalar yozilgan so'z. Bu yaqinda bizga kelgan narsa emas. Buniki tarixi nihoyat uzun. Sun'iy aql nihoyat askrab ketgan, nihoyat konuf qumniki birsi. Hukm davrida men 10 tarafga birsiniki suratini qo'ydim. Ada King Lowlands deymiz, yoki bo'lmasa Ada Lowlands yoki King deymiz. Mushu kishini taniydiganlar bormi? Ma qizni, ma ayolni. Uyg'ur sistemida masalan o'qiyotgan o'quvchilar bo'lsa, buni cho'qim tonish kerak birsi bu. Va 10 tarafga ayol. Uyg'ur sistemlik bolalar Alan Turing intayin yaxshi bo'ldi. Enigma mashinasi. Ma 10 tarafga ayolni taniydiganlar bormi? Unda bo'lsa men tanishtirib o'tib ketay. 10 tarafdagisi Ada Lovelace degan dunyodagi birinchi programmist. Dunyodagi birinchi, ya'ni bizning hozirgi vaqtimizda deymiz-ku, masalan, program yozadigan programmist deymiz. Dunyodagi birinchi programmist. Men bu to'g'riliq burun bir qiziq narsa bo'lgan. Darsda so'zlab o'tib ketib, shu programmist deb dunyodagi birinchi programmist kim o desam, menga bir Einstein dedi. Shunday qiziq narsalar bo'ldi. Amaliyotda dunyodagi birinchi programmist shu Ada Lovelace degan ayol. Ya'ni bu yozgan vaqtida qiz. Birinchi programmist. Nima uchun men bu sun'iy aql bilan bu dunyodagi birinchi programmistningki qanday bir chetishlig'i bor deb o'ylab qilishinglar mumkin. Ya'ni men yuqorida hukm davri deb yozgan o'xshash, bu ayol programma yozgan vaqtida maqsadi programma orqali o'zining aqliningki jarayonini programmaga topshirib bir mashinaga ishlatkizmoqchi bo'lgan. Ya'ni bizningki yuqorida bergan aniqligimiz bo'yicha odam ishlaydigan jarayonni, odam ishlaydigan xizmatni bir mashinaga qildirsangiz, shuning o'zi sun'iy aql. Siz hozir herkeslikka sun'iy aql degani nihoyat hozirgi vaqt sun'iy aql degan masalan GPT degandek, Midjourney degandek xuddi bir surat chiqilgan narsa deb o'ylab turman. Uningki injenerlik nuqtai aytgandek aniqlamiz bo'yicha biz mush vaqtdan ham qo'sha olamiz. İkinci surat masalan mümkün deb o'tib ketdi Alan Turing. Hammamizga nihoyat tanishliq. Bu kishining o'zining ismida masalan mukofotim bor, Turing mukofoti. Menimcha kelgusida bizningki aramizdan mush mukofot oldiganlar chiqib kelishi mumkin. Alan Turing degan kishiningki nurg'un kompyuter ilmida nurg'un tuhfalari bor. Buning ichida Alan Turingningki nihoyat muhim sun'iy aql bilan bevosita chetishib bo'lgan bir maqolasi bor. U bo'lsa The Thinking Machine. Ya'ni o'ylanadigan mashina degan bir yozmasi bor. Shuni bir o'qib ko'rsanglar bo'ladi. O'ylanadigan mashina degan so'z bilan Alan Turing nurg'un odamlarni nurg'un shu vaqtga uchur va statistika, bir qism biologiya, matematika va kompyuter bilimidagi shu mutaxassislarni mashinalar o'ylanamdi degan shu savol ustida munozir qilishga chaqirgan. Bu nihoyat muhim narsa. Undan boshqa tanishtirib o'tadigan, bu hukm davrida tanishtirib o'tadigan nihoyat muhim kishidan birisi shu asta Uyg'urcha yozmoqdimi?
ben seriq boyab koydum. John McCarthy degan kishi. John McCarthy degan kishi soldan boshlaganda ikkinchi suratdagi kishi. Bu night muhim kishi. Nima uchun deganda John McCarthy degan kishi bilan uning yanida turgan, ya'ni o'tirdagi turgan Marvin Minsky degan kishi birlikda 1956-yili Amerikaninki o'sha Dartmouth degan universitetida, bu bir shaxsiy universitet Amerikadagi Dartmouth sun'iy aql konferensi deb bir konferens ochgan. Ham shu sababdan biz nima deymiz? O'tirdagi John ikkinchi, ya'ni John McCarthy degan kishini sun'iy aql degan so'zning kashfkori deymiz. Ya'ni undan burun gerçi odamlar o'yinni oladigan mashinalar, kontrol qiladigan mashina, yura oladigan mashina, robot degandek har xil ismlarni atgan bo'lsa-mu, mushu kishi tunji qatim ya'ni sun'iy aql degan mushu so'z bilan atgan mushu xildagi narsalarni. Shuning uchun bu kishi sun'iy aql degan ism qo'ygan va shu ismda hatto bir konferens ochgan, uyumlashtirgan. Bu kishiniki yana bir nihoyat muhim to'pisi mushu yolg'iz o'ziniki sohasidagi odamni chaqirmagan. Bu kishi fizikchini chaqirgan, fizika, statistika, masalan kompyuter uchur ilmi va matematika va bir qism injenerlar va biyokimiya injeneri va shularning hammasini chaqirganda chaqirib kelib 10 kun munozara qilgan. Munozarasiningki o'tirliq yadroliq savoli biz biroz burun yuqori qo'yib qo'ygan savol qanday qilib Alan Turing degan yaqidek o'yinlaydigan mashinaniki qora sandiqni yasab chiqmaymiz degan. U vaqtda bular bir yerga kelib bir narsa yasamagan, faqat shu o'ylangan, munozara qilgan narsa. Shuning uchun deyapmiz, masalan, injenerlikda biz deymiz, har qanday narsa bevosita kelib yugurib ketdilar, uni formulasini yozib ishlab ketolmaydi. Oldindan munozara qilasiz, o'ylanasiz. Shuning bilan bu masalan bayada deb o'tgandek Alan Turing o'tirsida yana boshqalarmi bor. Shu odamning aqlininki aql jarayoni, tafakkur jarayoni mashinada mumkin bo'ladigan, bo'lmaydiganlik to'g'riliq nihoyat ko'p munozaralar bo'lgan undan burun. Biroq ular bir yerga kelmagan. Mana bizningki John McCarthy degan odam bularning hammasini bir yerga to'plab, nihoyat muhim narsa bu. Shundaq nurg'un boshlarni bir yerga kelgan vaqtda nihoyat yaxshi bir ishlarni qilib bo'ldi. Nurg'un odamlarni bir yerga to'plagan, ekan shular bilan birga o'ltirib, mushu masala ustida tadqiqot olib borgan, munozara qilgan. Bularning ichida masalan men 3-kishini bir deb o'tib ketay. Marvin Minsky deb. Sun'iy aql, mana bir surat var meningda. Mana surat bo'yicha ko'rsatgan vaqtda o'tirga kelsanglar 1970-yillarda bir qizil, cho'ng bir qizil yozib qo'ygan. 1969-yili XOR problem deb. Minsky degan kishi mushu. Bu yerda bir qiziq narsa bor. Bu qiziq narsa qanday desanglar, Minsky bilan bayatni tanishtirib o'tgan John McCarthy ikkisi birlikda sun'iy aql degan narsani munozaralar qiladi deb nurg'unlarni chaqirgan ekan bular 50-yildan boshlab 70-yilgacha har xil tadqiqotlarni qilgan ekan buning ichida muhim bo'lgan mana neurolog tor deydigan narsa bor, biroz tanishtirib o'tamiz. Neurolog torni boshqalar tanishtirib chiqargan ekan mana Marvin Minsky degan kishi bir kitob yozgan. Kitob yozib, bu kitobida nima degan desa, bu mumkin bo'lmaydigan narsa, bu qalaymiqan deb tanqid qilgan bu narsani. Tanqid qilgandan keyin, sun'iy aql bir sovuq iqlimga kirib qolgan deb tanishtirdi, boshqa kitoblarda o'qisanglar. Mush sababdan. Yana bu chunki bu kishining tanqidi bilan masalan bir problemini bir ba'zi masalani o'tirib qo'ygan, buning ichida hamda muhim masala shu XOR masalasi. Bu biroz matematiklik narsa uchun qo'ymadim. Buni bir hikoya qilib anglab olsanglar bo'ladi. Biroq bu kishining nihoyat muhim kishilar. Uningdagi men sol tarafda meni qo'yib qo'ygan bir surati bor, men nihoyat yaxshi ko'radigan bir odam. Chunki bu odamningki ismi bilan atalgan bir funksiyalar bor. Biz uni Wiener funksiyasi, Wiener process deymiz yoki bo'lmasa stochastic process deymiz. Bu Norbert Wiener degan kishi bir kitob yozgan, maqolani e'lon qilgan. Bu kishiningki asosiy tadqiqot nima bo'lgan desanglar, inglizchada yozib tur. Cybernetics deydi, control, ya'ni
hayvonlarni va mashinalarni kontrol qilish va ular bilan aloqa qilib berish. Bu kitobda masalan nihoyatda muhim, hozir biz muhim deb qaragan, nihoyatda muhim bo'lgan hayvon mashinalar bilan aloqa qilib berish to'g'risidagi, mashinalarni qanday kontrol qilish to'g'risidagi narsalar degan hammadan muhim bo'lgani bizning hammaning oldida biz chiqargan funksiyani mush kishi o'tirib qo'ygan. Ya'ni biz faqat bir qara sandiq deb abstraktlashtirishimiz kerak. Bundan keyin bu qara sandiq qandaqdir bir matematiklik, statistikalik metodlarni qo'llanib turib bizga bir feedback, ya'ni bizga bir javob bersa bo'ldi. Biz shunda abstrakt qilib qurgandan keyin ichidagini bilib o'ynayli degan ideologiyani shu kishilarningki o'yi bilan chiqargan va bu nurg'un odamlarni o'ylantirishga qo'ygan. Buning uchun bularni endi hukm davri dedik. O vaqtda ko'p narsalar shunday bir hukmlar bilan bo'lgan. Undan keyin AI'ninki, sun'iy aqlninki 1.0 davri. Bu 1950-yillaridan boshlab 1980-yillari. Shu davrni men sun'iy aqlninki 1.0 davri dedim. Bu davrni men qoidaga asoslangan davr dedim. Bu davrni biz hatto biz o'zimiz birlamishib o'tirib bir sun'iy aqlni yozib chiqamiz. Undaqda biz birga turib biz mandaq deb o'ylayli. Biz ko'ktat tonimaydigan mening kamerasini qanday bir o'tandi. Kamera ko'rinadi. Undaqda biz ko'ktat tonimaydigan bir bala deb turdi, yoki bo'lmasa bir mashinaga mushu yuqoridagi bilim bazasini beraylik. Mana bu hammaning o'ng tarafida turgan mana bu jadval insonlarning necha ming yillik tadqiqotining javhari deb o'ylanglar. Xuddi bir bizning kitoblarimiz, bilim ambrimiz deb o'ylanglar. Masalan, Telefonda ko'ryaptilar bo'lsa, kichik ko'rinib qolishi mumkin. Bir o'qib olsak yaxshi bo'lamdi. Bo'ldi. Men bir tanishtirib o'qib bersa. Ma'qul. Endi o'ng taraf jadval deydiki, ana o'xshash P deganni masalan bir qilish uchun savza. Mushta narsalarni toniy oladigan bir sun'iy aqlni yasash uchun oldindan bunga ba'zi uchurlarni bildirishimiz kerak. Endi jadvalda savza, ya'ni savzningki rangi sariq yoki qizil bo'ladigan savzning shakli uzunchoq bo'ldi. O'sish muhiti tuproq ostida. Chamg'urninki rangi oq bo'ldi, shakli yumaloq bo'ldi. O'sish muhiti tuproq ostida. Pomidorninki rangi qizil bo'ldi, shakli yumaloq tuproq ostida. Chayzak, pidiganninki rangi qora bo'ldi, shakli uzunchoq, sal yumaloq. Lekin bu tuproqning ustida. Piyoz oq yoki sariq rangli bo'ldi, shakli yumaloq tuproq ostida. Lekin mayada x y logikalik to'g'riliq jadvali bor ekan. Jadvalni devatamdiq. Amin oxirgi jadvalni albatta biz o'ylangan narsa, shuni hozir demaytirlar, biroq mandaq bir narsani dey. Bu yerdagi asosiy mohiyat nima deganda, masalan, bu dastlabki davrdagi AI yoki bo'lmasa bir mashinaga o'rgatishni qanday o'rganish kerak degan vaqtida odamlar biz qanday o'rgandik deb o'ylaganda. Ya'ni biz qanday o'rgandik deganda, hammadan o'ng'ay o'rganish usuli qanday desangiz, siz oldi bilan bir kitobni eklaysiz masalan. Kitobni eklagandan keyin bir baliqni bersiz yoki bir mashinaga topshirib bersiz. Topshirib bergandan keyin siz faqat shu kishidan ha yoki yo'q deb javob beradigan savollarni so'raysiz. Shu savollarni so'rash orqali qoida asosida masalan yuqorida ko'rsatilgan narsalardan biz bir pidigani toniy oladigan bir sun'iy aql yasab chiqa olamiz. Mushu bet turgan narsaning o'zi bir sun'iy aql. Bu sun'iy aqlniki modeli hammaning sol tarafida turibdi. Bu sun'iy aql 3 narsani tarkib topgan bilim bazasidan o'tirsidagi logikalar bu hozirgi programmistlarga nihoyatda tonish narsa bu. Boolean mashg'uloti deydi. Logikalik mashg'ulotni deymiz. Sol tarafdagisi shu logikalik mashg'ulotlarningki javobi. Masalan, savza sariqmi yoki qizilmi deganga shular hammasiga agar ha bo'lsa 1, yo'q bo'lsa 0 degandek javoblarni beramiz. Mushu javoblarni berish orqali hammaning oxiriga logikalik hisoblashninki o'tirsidagi jarayonni qo'shdik va y-ning qiymatini hisobladik. Faqat o p deganga kelgan vaqtida bir natijasini olganlik uchun biz yuqorida suratda ko'rsatilgan jismni p degan deb tonidik. Ya'ni mashinaninki tonish jarayoni shunday.
Mana bu jadvalni hozir men bir o'qib bersa, bir su ichib Texim ma'qul. Undan burun logikalik to'g'riliq jadvalini tushuntiryapti. Logikalik ya'ni ikki tal bir mashinamiz bo'lsa, ikki xil narsa qimmat kirsa, undan keyin o ikki qimmat qarab yana bir qimmat ishlab chiqargan bir narsa bor deylar, o'tir jadvalini tushuntiryapmiz hozir. Masalan, ikki tal xato uchur kirsa yoki ikki tal noto'g'ri uchur kirsa, chiqqan natija birlash, masalan, bunda degan gap. Men hozir Turkiyada hamda Amerikada bo'lgan bo'lsam, ikki xato, ya masalan deylik, men hozir Turkiyada bo'l. Masalan, men Gollandiyada va Amerikada bo'lgan bo'lsa ikki xato. Agar ikkisining birisi to'g'ri bo'lsa, masalan, men Turkiyada hamda Amerikada bo'lgan bo'lsam, ya'ni ikki tal to'g'ri narsani bir yerga kelib, to'g'ri narsa chiqa olmaydi. Shunlarni xato. Ikki narsa to'g'ri bo'lish uchun ikkisi bir vaqt to'g'ri bo'lishi kerak. Yoki deydigan shu qilib qolsam, shu yoki kishilarning kallasini qaymoqtirishi mumkin. Agar buni o'rganib bo'lsa. Masalan, men bundalday texim oddiy qilib, men yoki yer sharida, yoki bunda deydi, men ya Marsda ya bo'lmasa Oyda, men ya Marsda yoki Oyda desam, ikkisi xato, bu xato. Agar men yer sharida men yer sharida yoki Oy sharida degan bo'lsam, yer sharida ekanligim rost, Oy sharida ekanligim yolg'on. Shundan keyin bundan ish qilib, lekin qanday bo'lmasin ikkisidan birisida. Men ya yer sharida bo'lma, ya Oy sharida bo'lma, to'g'ri. To'g'ri. Yoki men buni men Oy sharida yoki yer sharida desam, to'g'ri bo'ldi. Endi buni ikkisi to'g'ri javob bo'lsa, men ham men yer sharida yoki boshqa bir gap bilan men yer sharida yoki ozatcham bilan paranlashyapman degan gap bo'lsa, ikkisi to'g'ri bo'lg'achqa to'g'ri. Ya'ni ikkisi bir-biridan mustaqil holda bir yerga kelsakmi yoki shaklda to'g'ri bo'ldi. Mushta bir narsa. Endi jadval tushuntiryapti. Inkaslarga qaramay ekran cho'ngaytiryapti, balki inkas kelsa. Sabziniki, masalan, polo aytgan sabziniki rangi seriq yoki qizil deganni 0. Rengi, masalan, seriq yoki qizil. Seriq yoki qizil deganga 0 desak, ani shakli uzunchoq deganga 1 deb numar versak, o'sish muhiti 0 bo'lsa, endi buningdan mushu 0, 1, 0 deydigan uchini 0, 1, 0 deydigan ikki xato, birisi to'g'ri. Ya'ni ikki xato bilan bir to'g'rini bir yerga ekib qo'yib, hammasini qanday natija chiqdi desak, hamda degan shart asida. Hamda bilan yoki nimasi bu. Bundan 0 chiqdi. Gaplarim tushunishli bo'latamdi. Mandaq deyishga bo'ladi, masalan. Bir narsa bilan yana bir narsani biz dedik-ku, masalan, faqat ha yoki yo'q deb javob beramiz deb. Masalan, ha bilan ha o'xshash vaqtda kelsa, ha bilan ha degani logikalik selishtirgan vaqtimizda ha chiqdi. Yo'q, bunda desak bo'ldi. Bir bilan 0 ni ko'paytmasi shaklda ha degan gapda ha degan gapni ko'paytmasi yoki degan gapni qo'shgan qilib. Masalan, 1 degan gapni to'g'ri ahvolni ifodalaydi desak, 0 degan gapni xato ahvolni ifodalaydi desak, ko'rayotganlar ba'zilar tushunyapti. Unda bo'lsa, sabzining rangi seriq yoki qizil bo'lgan ahvolni 0 desak, undan keyin shakli uzunchoq bo'lganini 1 desak, o'sish muhiti 0 desak, mushu uchiniki hammasi shartni tan qanoatlantirgan ahvol yoki mushu 3 ta sonni 0, 1, 0 degani ko'paytsak 0 chiqdi. Bu sabz bo'ldi. Agar rangi oq bo'lsa, yumaloq oq bo'lgan ahvolni 0 desak, yumaloq bo'lgan ahvolni 0 desak, tuproq ostida bo'lgan ahvolni 0 desak, mush 3 shartni tanlam, masalan, 3 tan ko'paytirsak 0 bo'lsa, bundan 0 chiqmaydi. Siz tushuntirasiz, texnik yaxshi tushundira olasiz. Ya'ni qisqartib degan vaqtimizda mushu bizningki burun bo'lgan bilim jadvalimizga hisob qaragan vaqtimizda mushuni bilan selishtirib, bizning bilim jadvalimizda logikalik hisoblashlarni elib berib, bizning kirgizuvchi miqdori bo'lgan p deganninki xususiyatlarini jadvalga qo'yib selishtirgan vaqtimizda p degan faqat p deganlar mushu jadvalda 1 ham 1 yana 1, yana hammasi rost bo'lganligi uchun
Hemen ahırda Y kıymeti 1 bolup çıkdı ve bu jadwaldagi logikalik meşgulatdan to'g'ri bosib chiqarlik uchun biz kelgan bu narsani pidigan deymiz. Agar pidigandan boshqa ko'ktatlarni, sho'xlar, pomidor ikkisi bir narsa, sabzi deganlarni qo'shgan vaqtimizda hammasi o'xshash vaqtda to'g'ri bo'lmaganligi uchun bu mashg'ulotning natijasi 0 bo'lib chiqadi. Bizningki bu tekshirishimizdan o'tolmaydi degandek. Mana bu bizningki yozganimiz bu sun'iy aql. Yazgan sun'iy aqlimiz bu pidiganni tekshiradigan sun'iy aql yoki pidiganni tepib chiqadigan sun'iy aql deb tushunsanlar bo'ladi. Ba'zilar masalan mandaq ko'rsatgan vaqtda o'yin qilish mumkin. Bu sun'iy aql degan shunday qiyin, murakkab narsalarga o'ng'aydi. Bu yaxshi o'ylangan narsa, chunki masalan ma'lumotlar Yahoo'niki, Google'niki tur bekatlarini 20 yil burungi narsani izlasanglarmi, u hozirgidek undaq moda, dizaynda bo'lmagan, hozirgidek holatda bo'lmagan. Hamma narsa boshlangan vaqtdan oddiylikdan boshlangan. Sun'iy aqlmi bu shunday oddiy masalalarni hal qilishdan boshlangan. Shuning uchun biz bevosita raketa yasavatmagandan keyin raketaningki ostidagi uningki metodini, uning ostidagi masalan yıldızlık meselelerini hal qilib olsak, raketanimi keyin asta yasab chiqilib bo'ladi degandek maqsadda tonishtiryapmiz. Lekin bo'lmasa yana bir ichmasimiz yo'qolib ketib qoldi. Texim oddiyroq video atay. Qanday bo'lib 1 minut. Nechinchi betda u? 50-chi betga. Shunday. Qo'lim tegib qoldi. Chiqdi. 50-chi bet. Hozir mau masalan pidiganning rasmini ko'rsatib, pidiganning alayligini ko'rsatib, mushuning nima qaysi o'simlik ekanligini, qaysi ko'ktat ekanligini bilish uchun masalan oldinlar rangga qardik. Rang jihatdan o'ng taraf jadval qarsak, qora. Pidiganning qora degan nimasini bilan moslashdi. Andigan shakl jihati uzunchoq yoki yumaloq degan moslashdi. O'sish muhiti tuproq. Shundan keyin mush pidiganning hamma shartlarini tangli bir vaqtda hozirladi. Shundan keyin bu pidigan desak, bayonbekchiq keraksiz qilib aytdimi? Bo'ldi. Bu to'g'riliq balki o'quvchilarga biroz o'ng'ay bo'lishi mumkin. Boshqalar biroz izlanish orqali tushunib ketadi deb o'ylayman. Keyingisiga o'tsam, bir narsa chiqdimi? Masalan, men yozib qo'ydim. Mishada biz logik hisoblash orqali o'sha pidigan bizningki jadvaldagi bilimimizga to'g'ri kelganligi uchun biz 1 degan natijaga erishdik va uni pidigan deb qaradik. Endi biz shu davrdagi yana nihoyat moda bo'lgan bu. Endi biz shu davrdagi yana nihoyat moda bo'lgan ikkinchi xil sun'iy aqlning qara sandiq funksiyasi yoki moduli deb qaragan. Biz ma'lum bilan buning tarjimasi to'g'riliq deyishgan qaror daraxti bilan tanishib o'tamiz. Rasmni qo'yib o'tashgan tuqasizlar. Qaror daraxti bilan tanishib o'tamiz. Bu qatni bizning maqsadimiz, ya'ni oldingi qatnga o'xshash, biroq biz biroz boshqacha usul qo'llanamiz. Ya'ni biz bir jismni tonish uchun, tadqiq qilish uchun oldin bilan uning xususiyatlarini o'lchaymiz, xotirlaymiz, xulosalaymiz. Bu odam aqliningki, ya'ni uchurningki eng dastlabki mohiyati masalan. Biz lag'ma yasash uchun kelgan ko'ktatlarni kuzatish orqali ularda yuqoridagidek bir necha xil xususiyatning borligini bayqadik. Masalan, bu ko'ktatlarning rangi qizil, yashil, sariq, apelsin rang bo'lishi mumkin. Ikkinchisi shakli, masalan, ularningki yumaloq, uzun tuxumsimon, tartibsiz bo'lishi mumkin. Postning to'qilmasi, siliq, qo'pol, o'tirchi bo'lishi mumkin. Eg'irligi gram bilan o'lchangan o'tircha eg'irligi, cho'ngligi, diametri, uzunliginiki santimetr bilan o'lchangani. Pishib yetilish darajasi, masalan, u ko'ktatni qo'lingizga ko'ygan vaqtingizni bilasiz-ku, masalan, pishmagan, yarim pishgan bo'lishi mumkin degandek. Ya'ni mushunda 10 turli xususiyatni xotirladik. Xotirlagandan keyin, ya'ni biz bu qatim pidiganimiz sho'xligi keladi. Men ayt yaxshi ko'rimchi bu sho'xli yeyishga. Şoň men urgu wagty misalga şu şoxla pomidor deyip bezdi. Pomidorni misal qalaman. Şu şoxuldan biz erviş aldık. Erviş algandan keyin buningki tövendeki bayqaganlarımızny yazıp aldık. Yani 10 xususiyetke bölüp, mesela rengi qandaq boldy, qolumuzga alganymız, şekli qandaq boldy, post qandaq boldy, massasi, egirlik qandaq boldy, çoğunluğu qandaq boldy, pişgan pişmagan, mewenin yüzü
qandaq bo'ldi degandek anadek urug' sani sho'xni yeb bo'lgandan keyin mana ba'zi olimlar ichidagi urug'ni sanaydi shunga o'xshash uchun yeb bo'lgandan keyin yemay turib sanaydi shinnisi turi masalan ba'zi sho'xlar degan meva bo'ladi ba'zi sho'xlar ko'ktat bo'ladi degandek natijada mayada berilgani hammasi ervish ervishda ba'zilar sho'xlar emas bo'lgan o'sha jadvalni qurib olgan mana jadvalni biz nima deymiz deganda biz bilim bazamiz yoki mutaxassislardan uchur deb ataladi bu narsa qurib olgandan keyin undan keyin qanday qilamiz desa biz buni matematikalik bir funksiyaga aylantiramiz matematikalik funksiya mashina o'rganish yoki sun'iy aqlda modulmi deb ataladi bu yerda nurg'un men bu yerda masalan qo'l bilan ishlamadik qo'l bilan ishlamagan biroz deb o'taman bu yerda xususiyatlarına ait ko'p masalan 10 ta oldin qatli faqat 3-4 ni ishlab kelganimiz uchun qo'l bilan bir narsa qilib bo'ldi mayada faqat 10 olib ketganligi uchun yuqoridagi kod yozish to'g'ri keldi hammadan o'ng'ay usul sol tarafdagisi masalan sol tarafdagisini biz bir qaror darxi deb atsak bo'ladi oldi bilan uningki rangiga qaragan agar qizil bo'lsa undan keyin uningki shakliga qaragan shakli yumaloq bo'lsa u pishqan-pishmag'ini qaragan degandek masalan bu xil ahvolda ko'zitib buni ayirishga bo'lishi mumkin odamlar bu xil ahvolda ayira oladi biroq sol tarafdagi hammaning sol tarafdagi ayirish amaliyotda xato buning xato bo'lishining sababi masalan sho'xliga o'xshaydigan rangiga o'xshaydigan shakli o'xshaydigan ammo sho'xlar emas boshqa mevalar yoki ko'ktatlar chiqib qolishi mumkin shuning uchun bu yerda amaliyotda qo'llaniladigan to'g'ri bo'lgan usul ya'ni shu qaror darxi yoki mutaxassislar sistemasi men buningki aslida buni ko'z tutishga sabab shunday bir narsaning borligini bilsanglar bo'ldi ham o'tirdagi kod bilan o'ng tarafdagi bu daraxtga qarasanglar yana biz bu daraxtni kompyuterlik hisoblash orqali erishgan daraxtimiz bu daraxtda qaror darxida masalan bu nima debdi desa hammaning oldida uni eg'irlikqa qara debdi eg'irlikqa qaragandan keyin shu bo'yicha bir klassga bo'lib ol deb ya'ni bir shu bo'yicha bir turga bo'lib ol degan bu qaror darxida biz bugun o'rganishga kerakli bo'lgan ikkinchi muhim qora sandiqdagi bir hukm chiqdi u bo'lsinmi masalan inglizcha training deymiz uyg'urchasini men o'rgatish yoki mashq qildirish dedim bu yerda o'rgatish kerak nima uchun o'rgatish kerak deganda yana masalan o'ylining bu yerda 10 xususiyat bor daraxtniki hammaning oldida qaysi xususiyatni qo'yib shunga qarab turib o'ngga so'lga bo'lish kerak masalan sizcha boshqa qilib aytganda masalan ikki odam bor amat bilan samatning nurg'un o'xshashligi va xususiyati bor biz u ikkisini ayirish uchun u ikkisining qaysi xususiyati qarashimiz kerak hammaning oldida degan savol kelib chiqdida bu kompyuterga u savolni berish uchun biz mashq qildirishimiz kerak masalan bir bolaga ikki odamni ayirishni o'rgatish uchun uni o'rgatish kerak oldi bilan ularning xususiyatini o'rgatish kerak undan keyin har bir xususiyatga o'xshash bo'lmagan salmoq bermaymiz masalan yuqorida deb o'tdik ularninki o'zininki vazni ya'ni ularninki o'xshash bo'lmagan massasi bo'ladi o'xshash bo'lmagan salmoq bo'ladi degandek shularni o'lchab chiqaramizda va o'rganishninki oxirgi maqsadi bo'lgan ziyon funksiyasini hammadan kichik qilamiz degan mohiyat bo'yicha biroq mayada bizniki ziyon funksiyasimiz yoki nimani kichiltishimiz kerak deganda zag'ir til bilan aytganda ko'ktatlarni bo'lgandan keyin masalan sho'xlini bir tarafga sho'xli emasligini yana bir tarafga bo'lib ikki guruh qildik desak biz bo'lib bo'lgandan keyin har bir guruhning ichidagi saplig'ini ya'ni shu saplikni hammadan yuqoriga ko'tarishga yoki pokizlikni yuqori ko'tarishga tirishimiz bu yerda amal yo'q u suratni shunday qo'yib qo'yish kerak bu pokizlikni tekshirishninki yo'li yoki saplikni tekshirishning yo'li shu o'ng taraf ostinqi bo'lindi ko'rsatilgandek ikki yo'li bor ikki funksiya bor birinchisi biz entropiya deymiz ikkinchisi gini indeks deymiz bu ikkisininki matematikalik yozilishi qanday qilib bo'lsin bo'lmasin uningki asosiy mohiyati men boya deb o'tgandek pokizligi ya'ni sizni ikki uyga ikki turli narsalarni aralashtirib qo'ydingiz oq qo'y bilan qora qo'yni ikkiga bo'lmoqchisiz ammo bir turkum oq qo'yning ichiga bir necha qora qo'y aralashib qolsa biz u oq qo'ylarninki
aqlıq, yəni nisbati tövən deyimiz. Şuna oxşaş. Bu yerdəki iki matematikалық formula faqat şunu hesablaydı. Əlbəttə, əgər də sizinki həmmisi aq olsa, taplığı həmmədən yuqarı degəndək. Biroq buni matematikалық yolu muşu. Adamın közüge oңай болған нәрселер, бәзді машинаның közüge оңай болмағанлығы үшін машинаны мушындaq үгүтүш керек. Yani машина her bir qadamda birden qo'yib ko'rdi masalan. Aldı bilan shaklini qo'yib ko'rish mumkin. Sho'xini ayirish uchun. Sho'xli bilan masalan boshqa bir ko'ktatni deyli, pi deganni ayirish uchun aldı bilan rangiga qarash mumkin yoki aldı bilan shaklini qo'yish mumkin. Shakli bilan ikkisini bo'lib ko'rdi. Bo'lgandan keyin bir tarafga sho'xini qo'ydi, bir tarafga pi deganni qo'ydi. Qo'yib bo'lgandan keyin bu ikki guruhdagi safhni hesaplaydı. Safhlik bir numaralıdır. İkinci katı belki onun rengi bilen ayırıp görüşü mümkün. Ayırıp görgəndəki yeni bir safhlik numara çıxdı. Şularınki qaysı safhlik numara həmmeden yuqarı çıxsa, şunu tanlab turub dərəxtinin həmminin üstüge qoydu və dərəxtini həmminin axırıgacha 10 xaslığını bəzide barlığını işletiyordu, bəzide barlığını işletmeydi. Tügetkiçe astığı koydu. Bu sünni aqlınki birden öl dəvirdeki qaydaga asaslanğan dəvir. Keyingisiga o'tib ketay. Bayaqi yerda balkim biroz qiyinchilik qilish. Bir savolni o'qitdik. Bayam mana bir oldidagi evrish evrishga degan gapmi deb so'rabdi. Shundaq evrishga. Mana bu yozish jarayonidagi xatolik bo'lib qolibdi. Uning uchun men kechirim so'rayman. Tuzitib o'qib ketsanglar. Men de anasa mani o'stib bo'lgan bo'ldi. Mandaq qilib o'tib ketay. Sunniy aqlninki birden öl devri deb yuqori tanishtirib o'tdik masalan. Birsi qaydaga asoslanganda dedim. Mushu birden öl devriniki asos ideyasi xuddi bir burunqi insonninki o'rganish ideyasiga o'xshaydi-ku. Bu yerdagi birden öl devriniki asos ideyasi bir jumla so'z bilan aytganda mutaxassislarning degani to'g'ri devri. Yani qandaq deganda siz masalan burunqi vaqtda mushu birden öl devridagi nurg'un sistemalar qandaq yerda qo'llanilgan desa, IBM'ning masalan sistemalari bor. Bu doktorxonalarda bemorlarga diagnoz qo'yishda qo'llanilgan. Masalan, doktorxonalarda bir ikki mutaxassis bo'ladi. Biroq bu bir ikki mutaxassisniki vaqt so'g'andan keyin qanday qilish kerak? Biroq doktorxonada nurg'un doktorlar bor. Ularning hammasiga bir ikki mutaxassisga berib, u burunqi odamlar o'rgangandek ularni nima deymiz, tutib ularga masalan shagird o'rganib chiqishga nurg'un vaqt ketdi. Shuning uchun bir program yozish kerak. Programmani qanday yozgan deganda bemorlarningki ularningki diagnoz qo'yish jarayonini programmalab bir bilim amr qilib yozgan. Masalan, qizitma bo'lsa, yo'tilib turgan bo'lsa, zukam bo'ladi degandek. Uning o'zi bir qoida. Kompyuterda buni yozish o'ng'ay. Yani kompyuter programmasida biz if else degandek shunday holat yozamiz. Shuning uchun buni bir qoidaga asoslangan deb deganda, shunga o'xshash nurg'unlagan shu mutaxassislarningki mayli bemorlarga diagnoz qo'yish jarayoni bo'lsin, va yoki biz yuqorida ko'rsatgandek ko'ktatlarni ayirish jarayoni bo'lsin, va yoki shu amining beshida chiqargan ba'zi vaqt o'yinlarda odatdagi o'yinlar ham qo'llanib kelgan shuningdek mutaxassislarningki fikrini va yoki mutaxassislarning aqlini bir narsaga hukm qilish logikalik jarayonini programmalab yozgan, andin mashinaga hemen aldı ko'rsatgandek bir kirgizgichi muhitninki kirgizgichi qiymatlarini kirgizgandan keyin mashina shu bo'yicha mayli biz degandek logikalik usul bilan uni simbolizmi deydi. Logikalik masalan degandek logikalik mashg'ulotlar bilan yoki bo'lmasa boya biz ko'rsatgan qaror darh bilan degandek mushkul usullar bilan uningki javobini inkosini qaytargan. Bu yerdagi bir kamchilikni yana o'z menimcha bayqadinglar. Yana mutaxassislar xatolashi mumkin. Yana bu yerdagi bizning sunniy aqlimizningki hammadan yuqori bora oladigan darajasimi, va shu mutaxassisningki hammadan yuqori darajasi. Ya'ni mutaxassisningki biliminingki yuksakligi bu sunniy aqlningki hammadan yuqori yuksak chekka desak bo'ladi. Hamda sunniy aql taraqqiyotininki ikkinchi davri vaqt biroz bo'lib qolayotganda qanday biroz tezlatay. Yoki tugmay qolsa balkim keyin almashtirib kesatmay.
Sun'iy aqlninki taraqqiyotninki men yozgan sun'iy aqlning 2.0 davri sonliq ma'lumotga asoslangan davr dedim. Bu davrda asosliq kelib chiqqan nurg'un tadqiqotlar odam miyasininki o'sha biologiyalik va yoki ximiyalik xususiyatlarini analiz qilib, bularni kuzatgandan keyin odam miyasiga tahlil qilib yasalgan nervi tori, mashina o'rganish tori va tavsiya qilish sistemasi qatorliqlar. Yani biz 1.0 davrini mutaxassislar degan rost davr deb ism qo'ygan. Va 2.0 davrini undaqdan bu yerda biz sonning degan rost deb qattiq bo'ladi. Bu davrdagi asosiy bo'lish xarakterlik narsa odamning miyasining anatomiyasini o'rganish orqali shu odamning anatomiyasi mana suratda ko'rsatilgandek holat ekanligini bayqagan. Men bu suratni biroz cho'ngaytmay hozir. Sol tarafdagi suratni men sizganligim uchun uni cho'ng qilib ko'rsatib qo'ydim desam, undaq emas, faqat chaqchaq. Olimlar kuzatish orqali biz ko'rgan, anglagan yoki tenimizdagi har turli shu sezgir a'zolar orqali sezgan muhitdagi uchurlarning hammasi elektr signalga aylanib, miyamizga yetib kelganligi va miyamizdagi neyronlarning o'rtasida yurish qilganligi. Bir qism signallarning şu iki neyronun o'rtasidagi septon nima deymiz? Shu o'rtasidagi yo'chiqdan kimyalik signalga aylanib, keyingi neyronga yetib bora oladiganligi. Masalan, mayada ko'rib turgan bo'lsanglar, rasmdagi birda. Ya'ni aslida yenib turdi-ku. Chek turib. Bu miyada kuzatilgandagi tushirilgan surat masalan. Shu yerda ba'zi neyronlarning o'rtasida elektr signal kimyalik signalga aylanib, bir-biri bilan o'tishadi ekan. Ba'zi neyronlarda bo'lsa hech qanday o'zgarish bo'lmaydi ekanda, bu ulashmaydi ekan bir-birisiga. Buni bayqagandan keyin olimlar balki shu odamning o'rganish jarayoni shunday bo'lishi mumkin deb o'ylagan. Shuning bilan bu xil idealiga ulashtiramiz deb ism qo'ygan. Ulashtiramiz deganning asosiy maqsadi, ya'ni odamning miyasini tahlil qilib turib, odamning miyasida nurg'un neyron borki, unda biz neyron yasaydi. Ondan keyin bu odamning miyasidagi neyronlar qandaqdir bir ma'lum bir vaqtda bir-biri bilan ulashadi ekan. Undaqda biz ulasha oladigan qilayli degan ideya. Albatta uni odamlar biroz tushunish uchun biroz vaqt ketgan. Keyin olimlar shu tadqiq qilish orqali munosabatlik signallarningki odam miyasiga kelgan signallarning miyaning o'xshash bo'lgan neyronlarni qayta g'idiqlashi natijasida şu neyronlarning o'rtasidagi ulanmaning, ya'ni munosabatning barg'ansir kuchaydiganligini bayqagan. Demak, olimlar endi nima ish qilish kerak? Odam biz hozirgacha bayqagan o'rganish iqtidori nihoyat kuchli bo'lgan bir hayvon yoki kuchli bo'lgan bir zot. Bundaqda biz odamning o'rnini oladigan, shundaq bir yaxshi o'rgana oladigan bir zotni qurib chiqishimiz yoki yasab chiqishimiz uchun oldi bilan odamlarni bir o'rganib ko'raylik. Odamning miyasi qanday o'rganadi ekan deganda odamning miyasini anatomiyasini tadqiq qilib, ya'ni yuqorida degandek shunday bir narsani bayqagan. Albatta biz hozirgacha odam miyasiniki nurg'un sirlarini bilmaymiz. Biroq bir injenerniki bir narsani yasab chiqish uchun hamma narsani tushunib ketishi kerak emas. Hamma qonuniyatni, chunki bu fizika emas ba'zi vaqtda, hamma qonuniyatni bilib ketishimiz kerak emas. Masalan, biz miyani 100% tadqiq qilib bo'lgandan keyin miyaning tahlilini yasab chiqaylik deb o'ltirmaydi bu odamda. Shunga bilgan yerdan boshlab nimani ko'rsa shuni yasab boshlagan. Shu olimlar shu odamning miyasiga tahlil qilgan bir sistem qurib chiqish, ya'ni uning ichidagi tarmoq sistemlarninki har bir bo'ligi xuddi odamning miyasidagi neyronlik torning ma'lum bir bo'ligining xizmatining o'disidan chiqqandek bir narsaning o'disidan chiqsa bo'ldi deb o'ylagan. Qo'yma u. Mana ko'rib turganinglar haqiqiy mana bu sizgan narsa emas. Shu yuqoridagisi bo'lsa John Hopkins degan universitet va nihoyat dangliq John Hopkins meditsinalik bo'liminiki tadqiqot o'rni lazer orqali olgan odam miyasidagi shuni qabul qilayotgandan keyingi mana haqiqiy sin. Ya'ni odam miyasidagi o'rganish jarayoni. Nurg'unlagan neyronlar bir-biriga ulashgan. Menimcha biroz aqlli bir sidek qiladi.
Мәсәлән, алымлар deydi, bizning miyamizda 86 milliard, agar xatolashmagan bo'lsam, 86 milliardga yaqin neyron bor deb qaraydi. Biroq bizda burunqilar deydi-ku, masalan. Miyani ishlatmasang datlashib ketadi deb. Bu gap amaliyotda keyin olimlar bayqagan rost gapgacha bu. Bu miyamizni ishlatmasa datlashib ketadi degan qanday tushunlik desangiz, bizning miyamizda shunchilgan neyronlar bo'lgani bilan biz miyamizni g'idiqlab turishimiz kerak. Bu miyamizdagi neyronlarni g'idiqlab turishimiz kerak. Ya'ni neyronlarimiz miyamizni ishlatish orqali aktivlashimiz kerak masalan. Aktivlash, g'idiqlash deganda biz birozdan keyin tushuntiramiz. Masalan, yangidan bir narsa o'rgangan bo'lsangiz, burun bayqamagan bir narsa o'rgangan bo'lsangiz, burun hech qanday bilmaydigan bir narsa o'rgandingiz bugun deylik. Shuni aql to'g'riliq, boshqa hech qanday ko'rmagan bir narsani bugun ko'rdingiz. Ko'rgandan keyin sizning miyangizda aslida bu uchurlar bo'lmasa, bu uchurlar miyangizning ma'lum bir rayondagi neyronlarni g'idiqlab, uni aktivlaydi. Ya'ni bir lampa miyangizda yongandek yanadi mana. Albatta bu lampalar bir-biri bilan elektr signal yoki kimyalik signallar bir-biri bilan uzishib turmasa, necha kundagi yo'qolib ketadi bu. Shuning uchun ko'rgan uchuringizni siz o'ylanish orqali yoki yana bir yerdan ko'rish orqali, qayta boshqa yerlardan ko'rish orqali ma o'rtasidagi aloqani kuchaytirgandan keyin bu uzilmaydigan, datlashmaydigan bir narsaga aylandi. Shunga o'xshash birisi odam miyasininki masalan aktivlashidagi alanınınki deyishcha aktivlashdagi muhim bir narsa ko'pni ko'rish. Ko'pni ko'rish deganda siz yolg'iz bir narsaga qarab qolsangiz bo'lmaydi. Miyangizning har qaysi rayonlarini har xil ulanishni kuchaytirish uchun har xil narsani o'rganishingiz kerak. Siz matematik bo'lsangiz, balkim ba'zida biologiyaga qarang. Yoki bo'lmasa Uyg'ur sistemiga kelib robot o'rganing degandek. Har xil narsalarni ko'rish orqali miyamizningki aktivlanishini aşağı oldu. Meningki logikalik tefekkür degan narsa yana qanday narsa deb beray. Logikalik tefekkür degan miyangizning o'rtasidagi neyronlaringizni bir-birisiga ulashtirish orqali munosabatlik uchurlarni bartaraf qilish va munosabatlik uchurlarni ilish iqtidoringiz. Xuddiki bir kutubxona desangiz, kutubxonaga nurg'unlagan kitoblarni saqlab qo'ydingizda, biroq siz o kutubxonadagi kitoblaringizniki nerede turganligini bilmasangiz topolmaysiz degandek. Onu tepish uchun qanday qilasiz? Pat-pat shu kitobni bir aralab chiqishingiz kerak. Yani shu orqali o'rtasidagi aloqa kuchaydi. Yoki bo'lmasa yangidan bir kitobni elib kelib bir rayonga qo'ygan vaqtingizda shu yerga yana bir qatam borgan bo'lasizda, shu aloqami kuchaydi. Amyani bek ko'p ko'zib ketdik. Shuni bilan olimlar birozdan keyin desak bo'ladimi, perceptron degan bir narsani chiqadi. Perceptron ma'nosi biroz qiyinroq. Perceptron degan sezish degan so'z ingliz tilida. Ya'ni sezish sezgi mashinasi deb tarjima qildi uni uyg'urcha. Shundayroq bir narsa chiqargan. Biz shularningki, ya'ni o'sha neyrolog to'rini tushunish uchun biz oddiy bir misolni qo'ydim men. Bu misol nima bu sun'iy aql nima ish qiladi deganda, bizning miyamizdagi neyronlarningki albatta bu yerda oddiy misol, faqat bir qat. Shu neyronlarningki jismlarni qanday turga ayirish yo'li bo'yicha mashinalashtirilgan. Raqamning ichidagi shu sho'xlama emasmi deganiga javob beradigan neyronlik tor. Biz bu yerga kirgizgichi deganda biz bergan bir ko'ktatningki xususiyatlarini kirgizamiz. Kirgizgandagi mana neyronlarni qaraymiz, qaysi neyronlar yiqiladi, yiqilmaydi shuni asosan egirishning natijasini hisoblaymiz. Hozir men buning qanday bo'lganligini ko'rish uchun keyingi narsani ko'rsatdim. Bu o'tmay qoldimi, qanday qoldi? Qaytadan yana bir bosay. Endi ishildi. Yana biz sho'xilni analiz qilsak, sho'xilningki masalan rangi sariq bo'lishi mumkin, qizil bo'lishi mumkin, uzunchoq bo'lishi mumkin, yumaloq bo'lishi mumkin degandek. Ularga biz salmoq beramiz. Shunda 0dan 1gacha salmoq beramiz. Emin qo'shib kelgancha 1 bo'lish kerak bu. Salmoq bergandan keyin
ba'zida o'ylash mumkin bu so'qilniki seriq bo'lmaydigan nima qilib so'qligi seriq deb newtondan buni ko'paytib qo'yganda deb. Bir matematikalik modulni o'ylash jarayonida bizda yana bir narsa bor, shu injenerlikda, matematikada emas deydi. Ya'ni ommaboplik. Masalan, ma model hozir sho'qilni tanisa, birozdan keyin buni boshqa ko'ktatlarga ishlatib qilishimiz mumkin-ku. Albatta men buni bek oddallashtirdim. Shuning uchun biz amaliyotda bu xususiyati degan yerga barliq ko'ktatlarning xususiyatini yozishimiz kerak. Mayli u sho'qilning bo'lsin bo'lmasin. Andan keyin faqat u sho'qil yo'q bo'lsa, uni elake vaznini tushirsak bo'ldi masalan. Buna berilgan eg'irlikning massasini biroz tushirsak bo'ldi. Shu orqali masalan sho'qlar Newtondan 8 degani erishdik o'ng tarafdagi rasmdan. Buni qanday erishdik desangiz, seriq deganga men faqat masalan seriqmi? Yo'q. Biroq seriq emas bo'ldi. Misol pishmagan yoki nordvekrak qurtib ketgan bo'lsa, ba'zilar seriq bo'lib qolishi mumkin. Ben nait yaxshi to'g'ri analiz qildi. Ya'ni sho'qildan kelib pishmagan vaqtda degan vaqtda seriq bo'lishi mumkin degandek-ku. Mushu vaznni berib, xususiyatlarini yo'llagandan keyin biz ularni ko'paytib chiqargan sonni masalan men yuqorida 0.8 ni qanday qildim desangiz, nait oddiy deb qo'ydim amaliyotda. Bir ko'paytimiz 0.1, bir ko'paytimiz 0.4, bir ko'paytimiz 0.1, bir ko'paytimiz 0.4. O'ng tarafdagi suratga qarab masalan. Qizil. Shuni bilan uni ko'paytgan 0.8 chiqdi. 0.8 bizningki o'ttirdagi chek holati deymiz. Buni men 0.5 oldim masalan. 0.5 dan yuqori chiqsa masalan olgan nomeri sho'qlikan deb jazmlashtiramiz. 0.8 dan 0.5 dan tuvan bo'lsa sho'qli emas deymiz. Albatta bu nait oddiy neurolog turi bo'lganligi uchun biroz murakkab narsalar qilinmaydi. Masalan bu qizil yumaloq lazobqasini sho'qlar deb chiqirdi. Shuning uchun olimlar albatta buni taraqqiy qildirish kerak. Olimlar taraqqiy qilgandan keyin baya biz ko'rsatgan bir qavat masalan uni ikki qavatga o'tishni bir ma'ni deb o'tganmiz. Baya men sizga sho'qilni bo'lish modelini ma'nodagi matematiklik tushuntirishga bo'ladi. Ya'ni kirgizgichi miqdorlar bor, o'rtasida ularning salmoqlari bor. Bundan keyin u salmoqlar bo'yicha hisoblab ko'paytib qo'shimiz, qo'shgandan keyin step function deydi u. Step function baya biz mingimizni aktivlaymiz dedik, shuna o'xshash activation function biz vaqtda. Biz o'gan sigma function qo'llaymiz. Hozir buni faqat anglab qo'ysanglar bo'ldi. Agar qiziqadiganlar bo'lsa, suhbatdan keyin sigma function deb izlasanglar, uning mazmuni chiqadi. Ma'vo ichida masalan Muhammed Uyg'ur scientist perception debdi, nice to'g'ri. Ya'ni biz boya ko'rsatgan men hozir qarayotgan narsa o'sha perceptionniki, o'ziniki. Shu vaqtdagi sun'iy aqlniki, perception degan shu vaqtdagi sun'iy aqlniki nice muhim bir tipik ulgisi. Men ko'rsatayotgan shularningki asosiy prinsipi. Kelerkisiga o'tib ketsak, men aslida biroz hamma o'zimiz ishlab o'taydigan, biroq vaqt munosabatidan kechiringlar, bugun biroz tez so'zlab o'taylik. Albatta Marasım yana qaytadan chiqibdi. Menimcha mening bu yerda yozg'im kelgan narsa boya deb o'tib ketdim. Bu faqat birlik qat bo'lganligi uchun nurg'un murakkab masalalarni hal qilishda yetersizliklar ko'p dedim. Shuning uchun olimlar 10 necha yil o'ylanish orqali bu bir qat bo'lmaydi ekan, buni ko'p qat qilinadigan bir natijaga erishgan. Shuna ko'p qat qilgandan keyin buningga biz yana bir masalan buning bir ideologiyasini deb o'tib ketsam, ko'p qat qilishda maqsad har kim o'z ishini qilsin, yaxshi qilsin deydigan bir narsa kelgan. Ya'ni oldingi vaqtda mayli u qanday xususiyati bo'lsin, uni turiga ayirmasdan, rangi ulamda, cho'ng kichik ulamda hammasini bir qat qildik. Bir yerga sizdik. Albatta u hammasi bir yerda bo'lganligi uchun xuddi bir faqat yolg'iz bir qiymat deb o'ylasak, yolg'iz bir vektor deb o'ylasak, matematikalik hisoblashga o'ng'ay bo'ladi-da. Biroq uning kamchiliklari ko'p bo'ldi. Undan keyin olimlarimiz necha yillik tirishish orqali bunday bo'lmaydi ekan, bu matematikalik hisoblash qiyin bo'lsin, kompyuterlar taraqqiy qilyapti deb ko'p qatliq yoki bo'lmasa ko'p qavatlik neurolog torni o'ylab chiqqan. Ma'lum ko'p qavatli neurolog tor amaliyotda bizningki shu biologiyalik miyamizning neurolog toriga bakrat o'xshaydi. Bizning biologiyalik neurolog torimizmi hozirgi birozdan deb aytamiz cho'nqur o'rganish deganda cho'nqur neurolog tor degandek nurg'un qatlari bor.
Shunda o'ylab chiqqan. Biz bayağı degan masalani bu ko'p qattiq neurolog to'rga almashtirsak, yana ma'nodek almashtira olamiz. O'tirdagi salmoqlar qilaverdi, masalan, yuqoridagi W1 deganlar, 1-2 deganlar shuna qilaverdi. Bunadaki masalan biz 3 qat bo'lganlik uchun, men bu yerda albatta buni oddiy misol, 3 qat bo'lganlik uchun birinchi qatda nimani qarayli dedim. Ila tuproqning ustida desam-da, bu narsa tuproqning ostida o'sadigan narsami degan qarasak, ikkinchi qatda uning shakliga qarasak, uchinchi qatda rangiga qarasak deb misol oldim. Unda bo'lsa, bu yerda ko'rib turgan, o'ng tarafda ko'rib turgan suratni mushuga salsak, qanday bo'ladi? Al ustida degan neyron yanadi. U neyrondan chiqqandan keyin yumaloq degan neyron yanadi, yoki bo'lmasa neyronga qo'shiladi, ulanadi. Yumaloqdan hamma narsadagi qizil deganga ulanadi. Ulangandan keyin qanday bo'ldi? Chiqa oladi. Ya'ni ma'nodek bir xil holatda bu xuddi miyamizdagi neyronlar bir-biridan ulanib, signalni yetkazib, hamma oxirida inkas qaytugandek shunday natijaga erisha olamiz. Bu mashinalik o'rganish. Buning o'rganish jarayoni yuqorida deb o'tgandek salmoqlarni to'g'rilash jarayoni. Qanday salmoqni qo'shsak, masalan, albatta bu 1 bilan 0 ning o'rtasidagi narsa emas. Bu yolg'izlikqa 1 yoki 0 emas demakchi-da. 1 bilan 0 ning o'rtasidagi bir salmoq. Masalan, usti osti degan muhimi sho'xlini ayirish uchun yoki ularning shakli bakroq muhimi yoki oq-qora, yeshil, qizil deganlar bakroq muhimi deganni o'rgatish orqali to'xtamay masalan qayta tekshirish orqali o'tirib qo'ydigan narsa. Ya'ni mana bizningki yuqoridagi mana W larninki qimmati. Bularni to'xtamay qaytadan tekshirish orqali endi hisoblab chiqamiz. Buning o'rniga bir masalan qizil muchni qo'ygan vaqtimizda yana ma'nodek ulab olib berishimiz mumkin. Agar siz diqqat qilgan bo'lsangiz, bunimi yetarsiz bayqaysiz. Masalan, qizil much ham pomidorga o'xshash qizil, ya'ni uzunchoq bo'lib qolishi mumkin. Yoki yumshoq bo'lib qolishi mumkin. Qizil muchning yumaloqlari bo'ladi deb o'ylayman ba'zida. Qizil much masalan yumaloq, pomidorga o'xshash qizil, ya'ni ustida bu vaqtda qanday bo'ladi? Buni pomidor deb hisoblab chiqarib berdi bizga bu sistema, hozirgi sistemamiz. Shuning uchun buni masalan texnik yaxshi ayirish uchun yoki biz texnik ko'p yangi neyronlik qavatlarni qo'shishimiz kerak. Amaliyotda bizning miyamizningki neyronlari bunday oddiy emas, uning qavatlari nurg'unlagan ko'p. Sonliq ma'lumotga asoslangan davr deganda men endi mana ma'nodek biroz murakkab neyronlik turini qo'shib qo'ydim. Shuning bilan olimlar oddiy bo'lgan neyronlik turlarninki nurg'un masalalarni hal qilishda yetarli emasligini bayqagandan keyin ularninki bu murakkab masalalarni hal qilish yo'li yangidan qatlarni qo'shishga boshlagan. Ya'ni yangidan qatlarni qo'shish orqali balki masala hal bo'lib qolar deb o'ylagan. Haqiqatan shunday bo'lgan. Masalan, bu yerda men ko'rsatib turganimiz Jan LeCun degan kishiningki, men burun bu kishiningki maqolalarini ko'p o'qigan, meningki maqolam shunday munosabat bo'lgani uchun. Jan LeCun degan kishiningki CNN degan to'rninki qurilmasi. Albatta bir masala bor masalan. Nəhayət ko'p qatliq neyronlik to'r bo'lgan vaqtida buni hisoblash nəhayət qiyin bo'ladi. Shuning uchun bu Jan LeCun degan kishiningki yangilik yaratgan bo'lsa qanday desa, bu kishi o'ylagan, biz odamlar ba'zi vaqtda konkret xususiyatlarga emas, ba'zi narsalarningki abstrakt xususiyatlariga qaraya olamiz. Shuning uchun biz har bir qavatni bir-biri bilan ulamasdan bir necha qavatni biriktirib, bir abstrakt bir xususiyat deb qarab, andan bu shunday abstrakt xususiyatlarning o'rtasida ulashtirib kelsa qanday bo'ladi deb tadqiq qilgan. Bu o'yinning natijasida nihoyat yaxshi natijaga erishgan. Shuning bilan shu CNN hozirgacha naql qilingan nihoyat muhim maqolalardan birisi. Undan keyin yana ba'zi olimlar o'ylagan, unda bo'lsa oldidagi Jan LeCun har bir qavatni bir-birisi qo'shmasak ham bo'ladi ekan deydi. Unda bo'lsa biz balkim ba'zi qavatlardan bevosita sakrab o'tib ketsak, ammo oxirgi natijasiga ancha ta'sir ko'rsatmaydigan bo'lishi mumkin-ku deb o'ylagan. Hem shuni matematikalik yozib chiqqan va mushu ideyaning asosida kelib chiqqan ResNet. Albatta yana ba'zi ideyalar bor.
Ba'zilar o'ylashi mumkin, shu ilm-fanda yangilik yaratish nihoyat qiyin deb. Masalan, biz deyapmiz, bu unda qiyin narsa emas, hammanglar tirishsanglar, buning mohiyatini tushungandan keyin ba'zi narsalarni o'ng'ayligini bilasizlar. Masalan, mana bu hozir ko'rsatayotganimiz DenseNet bu nihoyat muhim bo'lgan neyrolog torningki qurilmasi. DenseNetning logikasi yuqorida siz ko'rib turibsizlar. Bir sakrab, bir ulab yoki bo'lmasa ikki sakrab, ikki ulab degandek ikki turi bor buning. Shu o'yin shu. Xuddiki odam o'yin o'ynab chiqargan ideyadek shu. Birisi deydi ekan, biz hamma qapni qo'shib ko'rsak da qiyinga hisoblashga. Shuni ba'zilardan sakrab ketiladi desa, sakrab ketib, shuni bilan keyin qarasa, mayli, natijasi ancha yomon chiqmagan. Chunki biz hozirgacha masalan, odam mengisi qanday %100% qanday ishlayotganligini bilmagandan keyin qanday qilish kerak, har xil sinab ko'rish kerak. Sinash orqali natija bilan selishtirganda yomon emas chiqsa, bularni yaxshi shunday tarixda qoladigan ismlar bilan qilib qoladi. Endi sun'iy aqlninki ustunel davri, cho'nqur o'rganish davri. Yuqorida ko'rdinglar, ResNet bo'lsin, CNN bo'lsin, ularninki nurg'un qatlari bor dedik. Biroq 2010-yillardan boshlab bu odamlarni hayron qoldirgudek nurg'un qatlar chiqishga boshladi. Buning bir sababi sun'iy aqlninki sun'iy aqlga kerak narsaniki uchini biz bir mayl deb o'tmadik. Birisi uchur manba, ya'ni sonliq ma'lumot. 2010-yillarning oxirida bizda big data, ya'ni cho'ng sonliq ma'lumot degan narsa chiqib boshladi. Ya'ni yetarli sonliq ma'lumot bo'ldi. Ikkinchisi bizda shu Nvidia qator shirkatlarniki CUDA texnologiyasi qo'llanilgan grafik kartalar chiqib boshladi. Yetarli hisoblash bo'ldi. Uchinchisi odamlar asosiy jihatdan bu mashina o'rganishni yoki bo'lmasa sun'iy aqlni qanday o'rgatishninki yo'lini tepib oldi. Ya'ni biz yuqorida ko'rsatgandek, odamning miyasini tahlil qilib turib, shunday neyrolog torlarni shuni tahlil qilib yasaversak bo'ladi degan narsani bir to'g'ri yo'lini tepib olgandan keyin 2010-yildan boshlab asosliq shu olimninki taraqqiy qilish yo'nalishi neyrolog to'g'rilarninki qat soni bilan neyrolog to'g'rilarninki unumini oshirishdi bo'ldi. Masalan 2012-yili Nobel, ya'ni bu yil mukofotga kirishdi, Nobel mukofotiga. O surat tutgan Geoffrey Hinton degan kishi. Shuning bilan 2012-yili yana kim bor desanglar, shu OpenAI shirkatininki bosh injeneri, tadqiqotchisi, GPTninki kashfkori Tony Sle balkim Ilya Sutskever degan Ilya. Shu ikkisi birlikda 60 million parametrlik 650 necha ming neyrollik AlexNet degan narsani chiqadi. U hammaning yuqori tarafida turgan, mavzuning sol tarafida turgan network. Bu nihoyat murakkab. Bu allaburun mushu vaqtda odamlar biroz tushunib emas, bu o'tirs nima Biroq uning 60 million parametri va 650 ming neyroni bor. Keyin mushu vaqtdan boshlab bu davr o'zgarib ketdi. Nimishqa? Bundan burun masalan, buning qatdan az vaqtida odamlar hech bo'lmaganda qiyos qilib degandek, o'ylanib degandek. Buning har bir qatninki qanday mohiyati va har bir qatda nima ish bo'lyapti, har bir qatninki nima uchun chiqaryapmiz degandek bir narsani bilibdi. Bo'lmaganda buni til bilan ifodalash, odamlarga tushuntirish biroz qolaydi. Biroq men 2012-yildagi mush maqoladan boshlab odamlar asosiyatdan buningki shakli yoki qurilmasi barg'an siri murakkablashib, odatdagi odam va yoki hatto mushu sohada biroz izlanayotgan odamlarga asosiyatdan buni o'ng'aychilik bilan tushuntirishga bo'lmaydigan darajaga yetdi. Hatto bularningki parametrlari, bularningki biz degandek shu qatlamlari nihoyat cho'nqurlashib ketdi. Shu sababdan biz bu vaqtda chiqqan neyrolog to'rini biz cho'nqur neyrolog to'r deb boshladik. Albatta buni cho'nqur neyrolog to'r deb boshlagandik. Mana Hinton 2016-yili bir maqola e'lon qildi. Deep learning deb, ya'ni cho'nqur o'rganish deb. Uning oldida bu ishning ismi cho'nqur neyrolog to'r. Bu kishi cho'nqur o'rganish deb ism bilan bir maqola e'lon qilgandan keyin bu ishning hammasini hozir biz cho'nqur o'rganish deymiz. Shunda bir narsa bo'ldi. Albatta, mana bu aslida turgan narsa balkim ba'zilar ko'rgan bo'lishi mumkin.
bu hemmenin aslındaki sol tarafta turgan bu yani bu kurulma. Bu kurulmanın özünü bir çoğunkur neyrolog torunun kurulması yoki çoğunkur ögünüş kurulması. Bu kurulmani şu Google'ninki çoğunkur menge degan gruppasi. Bular mush yil bir Nobel mukofoti oldi ximiyadan. Nobel ximiya mukofoti. Şu vaqtki şu gruppaning ichida ishlayotgan va hammaninki o'ng taraf ostida turgan o kishining ismi Ashish Vaswani qatorliq odamlar e'lon qilgan Transformer degan shu cho'nqur neyrolog torninki qurilmasi. Bu turgan qurilma. GPT degan so'zni agar inglizchada qarab ko'rgan bo'lsanglar, GPT degan so'zning ma'nosi Generative Pre-trained Transformer degan so'z. Shu yerdagi Transformer degan so'zmi shu? Baya biz degan shu qurilmadan kelgan. 2010-yilda bu 2012-yilda e'lon qilgan maqoladan keyin mush yangi tipdagi neyrolog torlarning qurilmasi chiqib boshladi. Ba'zilar o'ylab qolishi mumkin, men o'ng'ay turdi bu, faqat softmax linear add bloom deb yozib qo'yibdi. Bunday emas, bu har birisining ichida nurg'unlagan bor. Faqat buni sizib ko'rish mumkin bo'lmagani uchun bularni abstraktlashtirib chiqarib qo'ygan. 2015-yilning noyabrida Nobel mukofotiga erishib boya deb o'tdik, Hinton 2015-yili mayda e'lon qildi. CNN'ning aktori boya amin oldi ko'rsatib ketgan, men ko'p o'qidim degan. Aktori Yanli kun degan odam bilan Joshua Bengo degan odam bilan bu Toronto universitetininki sun'iy aql tadqiqotchisi. Bu kishi nihoyat yaxshi kishi. Buning maqolalari nihoyat yaxshi. Shular birlikda cho'nqur o'rganish degan ismni qo'ydi endi. Maqola e'lon qilib, bu ismni shular rasmiy qo'ygandan keyin hozirgacha cho'nqur o'rganish deb yozyapti. Yuqorida yozibdi deep learning shunday. Maqolaning ismi deep learning, shundan boshlab hammamiz deep learning deydigan bo'ldik. Burunqi ismini o'zgartirib. Burunqi ismi uning cho'nqur neyrolog torti. Albatta endi bu narsani men shoxilni, pomidorni olib kelganini buni ko'rsatib bo'lmaydi. Buni ko'rish qiyin. Biroq balkim keyin mumkin bo'lsa, bu shuning bir kodini yozib chiqarib qo'yishga mumkin bo'lishi mumkin. Bu texnologiyani qo'llanib. Shuning bilan asosiy gapdan GPT-gacha kelib so'zladik. Sun'iy aqlninki 4.0 davri, men buni hukmronlik davri deb ism qo'ydim. Buning vaqtiga 2030-yildan keyin deb yozdim. Men bir nima deymiz, fantaziya yozuvchisi emas, men bir injener. Kelgusida nima bo'lganligini men bilmayman. Biroq hammamiz boya deganimizdek insonlarning kamida yaxshi bir qobiliyati bor. O'ydirib chiqarish deydigan. Shuni men o'ylab o'zimning o'ylanganlarimni o'ydirib chiqarib bir narsalarni yozib qo'ydim. Bularni deyishdan burun men internetda bayqagan, internetdan ko'rgan bir maqolaninki avtori bilan bir tanishib o'tsak, G'ulji shaharlik Dadamtu qo'ydimi? Buni maktabning ismi. Dadamtu o'tir maktabining o'quvchisi bizning ichimizdan chiqqan Qosim Sidiq degan apandi mashinaning odamlashishi va odamning mashinalashi degan temada bir maqola e'lon qilgan ekan. Bu maqolaning qaysi kuni e'lon qilinganligini bilmayman, biroq maqolaning mazmunini o'qib ko'rishinglarni arzu qilaman. Nihoyat yaxshi o'ylangan. Ya'ni bizning ichimizdami, bizning Uyg'urlarning oramizdami nihoyat cho'nqur shu mashinlashish yoki mashina degan narsalar ba'zi vaqtda sun'iy aql bilan o'xshashib ketsakmi bo'ladi. Mushular to'g'riliq o'ylangan. Bular kelgusida qanday bo'ladi? Bular kelgusida odamlarning o'rnini olamdi degandek nurg'un narsalar o'ylagan. Hatto bu kishi ma'rif bilan birlashtirgan. Bu maqolasini men ismini qo'yib qo'ydim. Sizlar o'zinglar keyin internetda qarab ko'rib olsanglar bo'ladi. Endi mening so'raydigan bir necha savolim bor. Albatta, masalan, ma'nodagi maqolalar haqiqatan odamni zo'qlantirdi, chunki bizning ichimizda shunday odamlar bor. Balki bizning ichimizda yana nurg'unlagan sun'iy aql tadqiq qilayotganlar bor. Yana nurg'unlagan sun'iy aqlniki algoritmlarni yozayotganlar bor. Bu albatta
keyin hammamiz birga kelsak, texmi cho'nqur, balkim belli ugunib, texmi cho'ng izlanishga bo'ladi. Mening mayada so'raydigan bir necha savolim bor. Vaqt. Men savol so'rashga vaqt bormi, yo'qmi yoki? Ba. Men maqola qilsam bu hozir emas, bu 50 yilcha burun. Shunday. 50 yil burun 1971-72 shu oraliqlarda yozilgan maqola ekan. Mesela maqolaninki içine o'qib ko'ringlar, nurg'un narsa odamni o'ylantirdi. Albatta ba'zi kamchiliklarmi bor. Chunki bu o'tir maktab o'qituvchisi ekan. O'tir maktab o'qituvchisi shu nihoyat cho'nqur bir narsalarda o'ylanganda bizning ichimizda, bizning aramizda shunday odamlarning bo'lishi amaliyotda biz uchun bir boylik. Mening yana deb o'tadigan narsam, bizning yerimizda turgan nihoyat murakkab ko'rinadigan narsalarni agar biz tirishib izlansak, menimcha bizmi qila olamiz, bizmi o'rgana olamiz, bizning hech qanday boshqa xalqlardan o'xshamaydigan bir qurilmamiz yoki bir a'zosimiz oz emas yoki ko'p emas. Bizmi qilib ketgan bo'ldi. Albatta hamma narsaga vaqt ketadi. Faqat o'z-o'zimizni azozini aralashtirib, boya degandek ziyon funksiyasimizni miqdorini tuvallatib birga olsak bo'ladi. Mening so'raydigan bir necha savolim bor. Agar internet nihoyat uzun bo'lib ketdi, bu suhbat hozirgacha zerikmay o'tirib anglayotganlar bo'lsa, bir savol, sun'iy aql odamlarning o'rnini ola olamdi degan savol. Buni inkas orqali javob beraman. Inkas orqali yazsanlar. Hamma soni biroq o'qib tashlay, shuning bilan xohlagan biriga javob yozsanlar bo'ladi. Ikkinchisi, odamlarga chip kirgiziladi kelgusida. Uchinchisi, kelgusidagi odamlarning qiymati nima? To'rtinchisi, nima uchun bir qism olimlar sun'iy aqldan shuncha qo'rqadi? Bu savollar javoblar kelib bo'yicha sizdan so'ralgan savollarni berdim. Kechikib boshlab qoldik. Kompyuter kashillasalik shuncha baldir tayyorlagan bo'lsak garchi. Saqlayotgan nurg'un kishilar saqlab turibdi, ular saqlaganlar uchun rahmat. Nurg'un assalomu alaykumlar yozibdilar. Va alaykum assalom. Endi Burhan ma'lum so'rabdi, hozir akademiyada, Uyg'ur akademiyasida demoqchi, sun'iy aqlni ishlatishda qo'rqinch bor, ishlasa bilan bo'lmam degandek siz qanday so'raysiz deb siz so'rashdan burun so'rab o'tdik. Sun'iy aqlni ishlatish tarafdan qo'rqinch bor degan narsadan men bu savolni biroz konkretlashtirishga bo'lamdi masalan. Hozir ko'ratam, ko'mayotamdi. Bu savolni. Masalan, chunki men agar mumkin bo'lsa biroz konkret bo'lmasa, savol emasga, lekin nihoyat ixlos bilan ko'rayotganlar va sun'iy aql faqat sifirlar tayinlab undan boshqa xulosa chiqardi, lekin inson aqli barliq ishlar faqat logik talabdan lo'kim qilmasin, ya'ni hissiyot va o'ydirish bilan yangi unsurlar, yangi omillarni qo'shish mumkin. Analiz qilib lo'kim chiqarish. O beshidagi sunumning eng beshidagi betlariga oid gaplar. Buni so'rabdi. Mashinlarning bilan, ya'ni mashina o'rganish bilan sun'iy aqlning o'xshashligi farqi nima debdi. Keyingi betlarda bor buning javobi. Mashina o'rganish bilan sun'iy aqlningki o'xshashligi nimasi deganni men mana deb o'tib ketay. Sun'iy aql degan biz ko'p vaqtida masalan men dedim, sun'iy aql degan tutqilanmaydigan, buningki hatto aniqlanmasi bilan aniq bo'lmagan, har xil odam har xil javob beradigan bir marketingda qo'llanilgan so'z. Bu odamlarning bir ideyasi, bir ideologiyasi. Ya'ni odamlarning maqsadi o'zining o'rnida ishlaydigan bir mashina tepish. Ya'ni men qiladigan o'yinishni mashina o'ylansin ekan. Men beradigan javobni mashina bersin. Men qiladigan ishni mashina qilsin deb. Odamdan boshqa narsaning hammasini qiladigan odamning xizmatini taqlid qiladigan mashina, mayli programma bo'lsin, bularning hammasi sun'iy aql. Shuning uchun bu sun'iy aql degan nihoyat cho'ng bir hukm, bu bir marketing uchun qo'llangan hukm. Ba'zi vaqt biz deb qo'ymizga nihoyat aqsa gap qiladi. Bu aqsa gaplarining birisi. Hozir nurg'un shirkatlar masalan aldıq kuni qarasam, Yaponiyaning shirkati hojatxonamiz sun'iy aql qo'llanmoq degandek bir narsani yozibdi amaliyotda. Shunga o'xshash bu hozir sun'iy aql degan masalan bir sodada bir narsani yangi hukmga kirgizib, buni ko'p tartish kerakda.
Shuning uchun sun'iy aql hozir hamma yerda qo'llanadi. Bu sun'iy aql bir texnikalik hukm deb o'ylasangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasa bir marketing hukmi deb o'ylasangiz ham bo'ladi. Ya'ni mashina o'rganish degan bu bir injenerlik hukm. Ya'ni mashinaga odamga o'xshash asta-asta o'rganib bir qobiliyatni yetildirish yoki bo'lmasa hukm qilish iqtidorini yetildirish jarayonini qo'llangan bir turlik algoritmlarningki umumiy ismi mashina o'rganish. Ya'ni bayqadingiz, mashina o'rganish degan biroz haqiqiy narsa. Ya'ni tutqul bo'lgan, ko'rgil bo'lgan, tekshirgil bo'lgan, bilgil bo'lgan narsa. Shunga masalan cho'nqur o'rganish deganni bildingiz. Cho'nqur o'rganish degan nurg'un qatlamlarni ko'paytgandan keyin neyronlik torlarningki, masalan cho'nqur neyronlik torlarni biz cho'nqur o'rganish deb shunday qilamiz dedik. Bularmi shunday? Bu bir metod yoki bir masalani hal qilishning yo'li. Bu sun'iy aql degan bir hukm. Bo'ldi, rahmat. Undaqda yana bir savol nimishqa ChatGPT demoqchi. O'zbekcha gap qilib turdi. Hozir ovozli uyg'urcha ovozli nimada? Uyg'urcha ovozli gap qilsak o'zbekcha gap qilib turib oldi deydi. Buningki bir sababini deb o'tgan vaqtimizda yaxshilaymiz. Buning bir sababi biz boya degandek mandaqcha o'ylasangiz bo'ladi. Mayli ChatGPT bo'lsin, mayli boshqa sun'iy aqllar bo'lsin, ularning hammasiningki boya degandek bir tarafdan nurg'unlagan uchur ma'lumotlarni o'rganish, yana bir tarafdan bo'lsa ma'lum bir funksiyaningki qiymatini tuvallatgan yoki a'lolashtirish jarayonida shunga munosabatlik javob qaytarish. Bu yerdagi uyg'urchani o'zbekchaga o'xshatib javob berganning sababi yalaqay biz sizga qora sanduqningki so'l tarafidami, o'ng tarafidami o'ylanib ko'rsangiz bo'ldi. Buning sababi biz amaliyotda qora sanduqning ichida bu sun'iy aql ko'rgan yoki o'rgangan uyg'urcha uchur yoki uyg'urcha ma'lumotlarga oid oz. Shuning uchun sizdagi kirgizuvchi miqdorlar garchi uyg'urcha bo'lib turgan bo'lsa-mu, u o'zida uningga mos keladigan bilim bazasidagi mazmunlarni tepib chiqishi qiynalganligi uchun uningga hammadan yaqin keladiganday javob berdi. Qo'llanadi. Uyg'urchaga masalan til tadqiqotshunoslar biladi, uyg'urchaga oid yaqin keladigan til o'zbekcha. Shuning uchun u yaqin kelganini elib sizga javob berib oladi va shu sababdan shu o'zbekcha bo'lib qolgani. Shuning uchun agar buni hal qilishning yo'li deganda oldi bilan uyg'urcha nurg'unlagan materiallar, uyg'urcha so'z ombiri, uyg'urcha buni masalan kasbiy tilda korpus deydi. Uyg'urcha korpuslar bo'lishi kerak, ovozli korpus bo'lishi kerak, so'z korpusi bo'lishi kerak, tekst korpusi bo'lishi kerak. Bularni shu sun'iy aqlni o'rgatish jarayoniga qo'shilish kerak. Shu orqali uningki bazasidagi uyg'urcha va uyg'urchaga yaqin keladigan bilimlari ko'paydi. Shu orqali sizning savollaringizga keyin uyg'urcha to'g'ri va texnik yaxshi javob beradigan bo'ladi. Albatta hozir GPT'ningki uyg'urcha so'zlashishi biroz o'zbekcha bo'lsa-mu, javob berishi yomon emas uyg'urcha. Bargan sir yaxshi bo'lib chiqdi. Masalan, GPT'ningki hozir hammadan keyingi nashri telefonlaringizda bo'lsa, GPT-4o degan nashr bor, yoki 4o Preview degan nashr bor. Agar sizlar shirkat hisobi bilan ochgan bo'lsanglar, sizlarga GPT-4o beta degan nashr chiqadi. Shu nashrda sinab ko'rsanglar, uyg'urcha tekst orqali javob berish iqtidori yomon emas. Rahmat. Endi bakchiq enikaslarga yozibdi. Rahmat ham enikasiz. Bayamqa tamoq etish to'g'riliq qiliq. Ya tamoq tavsiz to'g'riliq narsalarga chaqni yozibdi. Ularni siz ko'ra olasiz ham deylik. Men bo'lgan bo'lsam shu kundagi kayfiyati qaysi xaltama xamirmi ko'rishmi, qiyinlik qalamdi degandek nurg'un omillarni o'ylashib turib qaraqan bo'ladim, yoki işte javob bergan bo'ladim. Sizga diqqat qilinmagan degandek narsalarni debdi. Albatta tafsillashtirsak texnik tafsillashadi. Bayam cybernetics to'g'ri gapni, system engineering degan gapni achchan shuyasining gapini debdi. Achchan shuyasi ayni vaqt system engineering va cyberneticsda Amerikada ko'rinibdi deb. Shunda men o'qimadim, balki bomba to'g'riliq so'z degan bo'lish mumkin. Shundaymi masalan? Cybernet
50-ci illardagi odamlarni tunishtirib qolgan vaqtda. Shuning ichidagi Weiner Ha, degan kishini tanishtirgan vaqtidagi so'zi to'g'ri deydi. Buning bu bilan biroz aloqasi bor. Buni masalan qanday yerlarda qo'llanadi deganda, hozir biz pul muomala iqtisod, ya'ni finans ilmida qo'llanamiz masalan turaqsiz taxminligi bo'lmaydigan miqdorniki harakatini analiz qilish uchun qo'llanilgan bir proses. Buni bomba degandek narsalar qo'llanadi. Yana bu aloqa to'g'rida qo'llanadi. Matematikaning bir bo'ligi. Undan boshqa biz siz bilan tanishtirib vaqtida uzluksiz inkaslar yozilib mabdi. Logikalik to'g'riligi belə bu degandek narsalar to'g'rilgan ekan. Meningki aktivlash o'rganish uchun davomli qidiqlab neyronlarga bir-biri bilan bo'lgan bog'lanishni aktivlab turish to'g'riliq gaplar narsalar yozibdi. Davomli meni qidiqlab turgan uşaq barmoq bilan gaplashishga yo'llarni ko'proq narsa men yaxshi yo'lda kichik qo'llarni deb. Bundan deb turgan boshqa maqolani onu uchun so'rabdi. Uni men bek topamdim lekin. Qasım Sıdıqning maqolasi Uyg'urcha Wikipedia'da bor. Bormi? Odamning mashinalashi, mashinaning odamlashi deb izlasanglar. Undan boshqa burun Bog'dash degan tor bekatlining arkasida burunqi Uyg'urcha tor betlar shu adla qarang yo'llab qo'ydim debdi. Dilmurat qarang deb. Undan boshqa yana boshqa Uyg'urcha maqolani ismini ko'r. Javob berdi. Endi so'zga javob ketdi ba'zi funksiyalar odamlarning ba'zi funksiyalarini, ya'ni ba'zi qilalar ishlarni o'rni oldi, ammo insonlarning o'rnini butunlay olishni tayinlab faqat insonlarga yordamchi o'rni xizmat qilib xuddi necha yillarga robot mashina odam insonlarning ba'zi jismoniy xizmatni o'rni olgandek debdi. Yana bir ko'ruvchimiz debdi. Doktor texnologiyaning taraqqiyotini bu qadar tezlikda savollarga undaq yoki emas deyish tez kesib nuqtasidan qaraganda nurg'un to'yon qatlamli kasblar yo'qolib ketishi mumkin debdi. Shunday gaplar ketdi. Masalan, bu yerda men savollarni nega qo'ydim? Men qaytadan savollarni chiqaray. Birinchi savol deganimizdek, sun'iy aql odamlarning o'rnini ola olamdi deganda, odamzodning tarixiga qaraydigan bo'lsak, burundan boshlab amaliyotda masalan doktorning degani to'g'ri. Haqiqatan burunqi robotlarniki maqsadi odamlarniki bir qism funksiyalarni elib, odamlarga yordamchi bo'lish. Shunday maqsadda qurilgan, yasalgan. Hozirgi bizning bu birinchi savolga javob berish uchun ham to'rtinchi savolni birga olib ketishim kerak. Masalan, nima uchun bir qism olimlar sun'iy aqldan shuncha qo'rqadi degan. Biz odamzod burundan o'zimiz bilmaydigan narsadan qo'rqamiz, u birinchisi. Ikkinchi birisi biz tushunolmaydigan narsadan qo'rqamiz. Bu yerda men belki cho'nqur bir narsa desam, ba'zi diniy munosabatli narsalar chiqib ketishi mumkin, biroq biz bilmaydigan narsadan qo'rqamiz, ikkinchisi tushunmaydigan narsadan qo'rqamiz. Bizning fan texnikimiz masalan Turing degan ishni tanishtirgan vaqtimizda o'tib ketdik. Turing 1950-yillari chiqargan Turing test deydigan bir narsa bor. Turing test degan. Bu test orqali agar sizning oldingizda bir odam, bir mashina ikkisi bilan suhbatlashgan bo'lsa, agar uning oldida turgan odam savol so'rab javob berib, shu kishiga javob bergan qarshi tarafning mashina yoki odam emasligini ayira olmagan vaqtda bu mashinani biz Turing testini o'tdi deymiz. 2014-yili Rossiyaning bir programmasi bu Turing testini o'tgan. Undan keyin hozirgacha nurg'un programmalar bu testni o'tdi. Undan keyin biz AlphaGo'da yana nurg'unlagan masalan elektronlik o'yinlarda allburun kimdan keyin qoldik? Mashinadan keyin qoldik hozir. Sun'iy aqldan keyin qoldik. Shu sababli hozirgi vaqtdagi bo'layotgan narsalar hozirgi vaqtdagi olimlarning ko'z qarashi asosiy jihatdan ikki. Birisi bir qism olimlar deydi, biz sun'iy aqlni hozir faqatla tushunmaymiz, uning qaysi yo'nalishga ketayotganligini bilmaymiz. Hozirgi sun'iy aql masalan boya degandek
bu nayet çoğunkurlaşıp ketişiyor. Çoğunkurlaşıp hatta şunu yazgan adamı özümü hakikaten sizge aniq tushuntirib beremeydigan yerga yetdi. Biz fakat mesela bazı narsalarni sinab ko'ryapmiz deb tushuning. Bir tamba aldığınızda nurg'unlagan qish mesela qish var, kirpish var. Şu tamdan siz birden urib ko'ryapsiz. Tamdan haqida nima borligini bilmaysiz. Biroq odamning qiziqqan bo'lganligi uchun bu tamni urib kirpishlardan bir ikkini chiqarib ko'gisi kelyapti, axsida qanday narsa borligini. Biroq biz uni tushunmayapmiz. Shuning uchun ba'zi bir olimlar deydi, buni oshmagan yaxshi. Biz qattiq narsani echyapmiz, uni oshgandan keyin uning oqida biz tushunmaydigan, biz ko'rmaydigan, hatto bizga qo'rqinch yetkazadigan qanday bizdan ilg'or bir narsa chiqarishi mumkin degan o'y bor. Yana bir qism olimlar deydi, sun'iy aql insoniyatninki o'rnini ola olmaydi. Albatta bu yerda bir narsani deb o'tish kerak. Masalan, kasbiy nuqtadan aytgan vaqtda ba'zi bu kasbni tushunmaydiganlar manda qo'ylaydi. Sun'iy aqlni baribir odam yozdi emasmi? Biz baribir odam yozgandan keyin biz undan aqlliq, biz undan yaxshi deya. Undan narsa qolmaydi. Uni undaq tushunishga bo'lmaydi. Yana ba'zilar qiziqib deydi, sun'iy aql degan baribir mashina biz vaqti kelsa elakka tokini so'rvataq bo'ladi deydi. Uni to'g'ri narsa emas. Chunki hozir bu yerdagi masala bir narsaning tokini sug'urib tashlash emas va yoki uni qandaqdir o'zimizniki do'st ishiltish emas. Bu yerdagi masala biz kelgusida shu narsani kontrol qila olamizmi, qila olmaymizmi? Shuning narsasi. Masalan, biz ishni boqamiz, mushukni boqamiz, o'zimizga do'st qilamiz. Biz ishdan qo'rqmasligimizningki sababi uning aqli bizga yetmaydi. U bizdan eshib ketolmaydi. O bizningki kontrolligimizda. Odam necha ming yillik taraqqiyotida hammadan burungi hal qilgisi kelgan masalalarningki birisi masalan ocharchilik kitobini o'qiyapsizlar. Ikkinchisi kasalni yengishdi. Uchinchisi masalan urush qilish orqali nurg'unlagan nima deymiz, resurs deymiz. Resurs deganda boyliqqa erishishdi. Hozirgi vaqtda bayqasanglar bu narsalar odamzodga qiziq emas. Biroq odamzodning mushukka o'xshash nəhayət qiziqqan narsa, həmin narsa qiziqib görgüsü keladi. Şunun üçün adamlar neçə min yılın içində bəzi məsələni həll qıldı, bəziləri hazırmı var, biroq məsələn sun'iy aql bu yil belə çonqur menidan Google-ninki 2 kishi Nobel mukofotiga erishgandek biologiyada odamlar deydi ekan, endi uni men bilmayman, bu baliq emasmi, neçə min yilda tadqiq qilib chiqish mumkin bo'lgan narsalarni sun'iy aql bilan shuncha qisqa vaqtda chiqadi. Mesela GPT-3'ning o'rgangan barliq kitoblarni internetni izlab ko'ringlar. GPT-3'ning o'rgangan barliq uchurni, bilimlarini bir odamga o'rgatish uchun 2600 yil vaqt ketdi dedi. Ya'ni biz yaratgan shu mashinalar hozir bizdanmi tez biz tushunmaydigan bir usulda o'rganyapti, yetilyapti, ilgarilayapti. Odamzod qaysi yo'lga ketyapti? Biz bargan sari kitap okumaydigan va yoki biz hatta burun uzun kitapni o'qiydigan odam bo'lgan. Hozir uzun kitap o'qimaydi, roman o'qimaydi hech kim. Qisqa kitapni o'qimaydi. Burun YouTube'dan 2 soatlik ders ko'rsa, hozir TikTok degan narsa bor, 2 minut videoga qiziqadi. 30 sekund. 30 sekund. Hatta dastlab 3 sekundda qarab baqib qiziqtirasiz ko'rib bo'lmasa atlab ketasiz. Shunda bu elaka bir tarafdan qarasangiz to'xtamay o'rganayotgan, ilgarilayotgan, yuqoriga ketayotgan mashina, uning qarshi tarafida qarasangiz mengisi chiriyotgan, elaka aktivlangan neyronlari qaytadan passiv holatga ketayotgan, datlashayotgan, vaqti o'zining qimmati va energiyasini yo'qotayotgan odamlar. Hozir biz faqatla elaka mesela bu elaka mashinalarningki aqli alburun odamga o'tib ketib bo'ldi desak bo'ladi hozir. Nurg'un naslda. Albatta bir qism texnikalik xiyolida, yuqori texnikalik xiyolida doktorlik saviyasiga yetmagan bo'lishi mumkin. Masalan, mening bilishimcha biz oldingi yili bir matematikalik masalalar qilish uchun GPT bilan nayt ko'p so'zlashdi. O to'g'ri bir maqol yozdi. O tarafdan GPT o'tgan yili 4 nol nashr bo'lgan vaqtida uni burun 3-5 undan tövəndi. Təxminən 10%
bir doktor o'quvchiniki matematika, qo'llanishchan matematikadagi saviyasiga yetgan dedi. Undan boshqa ba'zi sohalar bor, masalan finansda mening hozir tadqiqotim shu tarafdan bo'lganligi uchun misol qilib o'tsam, masalan stochastic calculus deydigan bir narsa bor. Shu sohada GPT'dan so'rasangiz asosiy jihatdan nima ekanligini bilmaydi. Chunki bu GPT finans yoki pul muomala degan soha bu kompyuter ilmiga o'xshamaydi-ku. Bu sohaning bir alohidligi, boshqa masalan kompyuter men programmist, biz program yozimizda bir yangi narsani bayqab qolsak, shunda qo'shib ketamiz. Butun dunyo bilishgan, meningki bayqashini deb, uning kodini hatto ochiq yozib, GitHubga chiqaramiz, blogini yozib tanishtiramiz. Biroq bu pul muomala sohasi unday emas. Bu finans sohasida birisi bir pul topadigan bir yo'lni bayqab qolsa, mana hech kim ko'rmasgan deb chiqib oladi. Biroq bu GPT'ninki o'rganish usuli ochiq bilimlidan, ochiq narsalardan uni yig'ib olib, o'rganganligi uchun ba'zi bir qism masalan hozircha odamlar yechib tashlamagan ba'zi sohalar bor, masalan pul muomala sohasiniki bir qismi degandek. Shunday sohalarda GPT'ninki albatta saviyasi bir qadar tuban. Biroq hozir yanıla hozir taraqqiyot bilan taraqqiy ko'z nazari bilan qarasak, o faqat vaqt masalasi. Ya'ni shunday sohalardami yoki ilg'or odamlarninki saviyasiga yetishmi faqat vaqt masalasi deb o'ylaymiz. Ya'ni kelgusida ya'ni mening o'yimcha, men unda passiv odam emas, biroq 2030 deb yozdim, balkim necha yillardan keyin agarda bizningki energiyasimiz, agarda bizningki shu hisoblash kuchimiz yetishib qolsa, kelgusidagi sun'iy aql, aniq aql jihatdan insonlarning oldiga o'tib ketishi tamoman mumkin. Bizning başqa bir kamchiligimiz var, unutib qilish. Narsani unutmaydi. Evet, siz 2600 yilki bir odamni o'rganishiga dedingiz, u unutib qolmagan holatdagi hisoblashma o. Shunday, o to'xtamay yurgan vaqti uni. Biz unutib qolmaymiz. Masalan, bir narsani o'ylasanglar, odamlar qiziq ekan, ba'zi vaqtda o'ylanish kerak, odam nima uchun bu tadqiq qiladi bu sun'iy aqlni? Odamning aslidagi maqsadi nima degan savol so'raganda, bir qism olimlarning o'ylashicha, odamlarning sun'iy aqlni tadqiq qilishi amaliyotda mayli uni e'tirof qilsin, qilmasin, o'lmas o'zini yetildirish. Ya'ni odamlar hozir qaysi taraqqiyotga, ya'ni qanday bir yo'nalish qarab tadqiq qiladi deganda, biz sun'iy aqlni tadqiq qilyapmiz, u degan bir programma. Biz yana bir robot texnologiyasini tadqiq qilyapmiz, u degan bizning qo'limiz, putimiz, kelgusida bizning ko'zimiz bo'ladi. Biz yana neurologni tadqiq qilyapmiz, u sun'iy aql bilan bizning o'tirimizdagi nervimizni bir-biriga qo'shilgan ko'rish bo'ladi. Ya'ni o'ylang, shularni o'ylasangiz, yana az vaqtdan keyin, yana nurg'ulg'an yillardan keyin Elon Musk masalan neurologlari hozirmi bor masalan, ba'zi odamlarda yurak kesilishi odamlarga mashinalik yurak qo'ydi. O allaburun sizniki bir qism tenimizniki biologiyalik funksiyasini mashinaga topshiryapmiz. Yiroq bo'lmagan kelgusida yurolmaydiganlar yurib ketadi. Uni faqat aslidagi tandagi nervlar bilan mashinalik bir uskunani qo'shib, uni bilan chip o'rnatib, sizniki teningizning bir bo'ligi metal olib ketish mumkin. Bu fantaziya emas. Bu balkim burun fantaziya bo'lgan bo'lsa, bu amaliyot bo'lyapti hozir. Masalan, Elon Musk'niki shirkatniki Neuralink degan shirkatniki yaqinki taraqqiyotiga qaranglar, yaqinki e'lon qilgan maqolalarga qaranglar. Kelgusida balkim biz burungi vaqtlarda ko'ramaydigan, ma'lolmaydigan odamni ko'rgan vaqtimizda ishimiz og'rigan bo'lsa, balkim kelgusida ular bizdanmi yaxshi ko'radigan, masalan, computer vision degandek sun'iy aqlniki yordami bilan hatto bizdanmi tez yuguradigan bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni shunday metal oyoqlar bilan. Hozirgi odamzodningki och ko'zligi bilan yursak, biz aldirmay menimizni sun'iy aql bilan aylantiramiz, tenimizni azozdan metalga aylantiramiz. Uningdagi o'lmaslik uchun balkim barliq, ya'ni superhuman, hyperhuman degan holatga kirishimiz mumkin. Cyberhuman degandek kechiringlar. Hyper deb oladi ba'zilar. Shuning uchun hozirgi olimlarning o filosofiya tarafidagi narsa uchun men ko'p so'zlamayman. Bu albatta mening tadqiq qiladigan injenerlik nimasidan ketib qoldi.
injenerlik temamdan pek ketnep ketip kaldı. Bırak kızlık boğalık için şunu koşup koyuşunu doğru gördüm. To'g'ri, demisim o shu Jeffrey Hintondan tortib hammasi shu soatlik tadqiqotlarni ozroq kechiktirish, tormozlash kerak, ozroq vaqt, hech bo'lmaganda yarim yil bo'lsin bundan qilish kerak deb. Ulanın tormozluğuz kelgenden ki bir sebebi ula amalba düşengisi keledi hazırkı neslin şu. Çünkü biz bazı neslinde düşenmey turib kıvatımız hazır mesela. Şu bös karakterlik bir nersi boldu deydi. Bırak o kandak bös karakterlik bir nersi bolğanda hazır özleri dep beremeydi. Şuna olan o adamlar biz bayağı degendek biz düşenmeydigan, göremeydigan, bilmeydigan nersinden korkumuz. Şuna korkuş var bizde. Yani o korkuş mu evliyette toğra ma'lum cihetini alganda. Ba'zi ishlarni intayin ahamiyatsiz holatga ekib qo'ydi. Masalan, bir insonni o'qishi deydi. Bir odam masalan to'liq kursini tugatgan vaqt 23-24 ko'rdi, doktorlikni tugatguncha 30 yoshlarga kirib qoldi. Ash chaqqicha bordigan ash holatgacha o'rgangan narsalarni o'tgan yil masalan ChatGPT'ning nimalarni javoblarini zangli qiladi, kod yozgan kodlarni oddiy narsalarni yozamaydi deb. Hozir kod yozish bir xil mana o'ltirib kod yozib kompyuter oldi kod yozish ahmoqonlik vaqt isrofchiligidek bilinadigan bo'lib qoldi. Bu bälimce aytganda şundan dese, bırak ben yanıla koygan sualının 3. sual var. Mesela kelgüsülük adamların kıymeti nime degan narsa. Biz özümüzün kıymetimizden bilmekkeligi to'g'risida o'ylashimiz to'g'ri keladi. Birisi mendan burun mandaq bir sual sordi. Azat hozir shunday qil degan aytdi, yomon bo'lib ketibdi. Kitapning hammasini o'qib olganken burun kitap o'qimaydiganligimi hozir sual kitapni qanday kitapga mazmun nimaga deb so'rab o'qib olgan bo'lib ketibdi. Kitap o'qimasmi yoki kitap o'qilib ish bitadigan bo'lib ketibdi dedi. Shundan men faqat bir jumla so'z bilan javob qaytardim. Mening javobim nima deganda bu burun kitap o'qimaydigan odam, masalan, o'rganmaydigan odam. Hozir aldiga shunday qilib qo'yib bersam, u herkes kitap to'g'riliq savol so'ramaydi. Yana bir narsani deb o'tay, masalan, hozir yangidan chiqayotgan kasblar bor, masalan, prompt engineering deydigan. Yani shunday qilib beradigan so'zlarni, savollarni qanday so'rash kerak, qanday so'rasa to'g'ri javob ola olasan deydigan o'ytadigan kasb. Bu kasbda biroz ish o'rinlari bor. Masalan, bayağı doktor deb o'tganda yangi ish o'rinlari yaratildi. Masalan, bu shunday yangi ish o'rinlari yaratilyapti. Biroq bu ish o'rni qachonga qadar bor bo'ladi bilmaymiz, biroq agar siz to'xtamay o'rganib tursangiz, taraqqiyotningki, texnikaningki yuqori saviyasida hammaning axir texnikalar bilan o'zingizni qo'ralantirib tursangiz, siz har qanday vaqtda baldaqningki yuqori tarafida sakrab turadigan odam bo'lasiz. Balkim baldaqning to'van tarafi kesilib ketishi yoki tushib ketishi mumkin. Balkim siz yuqoriga chiqa olmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun to'xtamay o'rganish kerak, to'xtamay izlanish kerak. Eng bo'lmaganda shunday bir mashinalarning davri yetib kelganda biz o'zimizning odam bo'lish hurmatimiz, xususiyatimiz bilan yashash uchun bo'lsa, o'zimizningki mengimizni qanday datlashtirib qo'ymaslik uchun bo'lsa, tirishishimiz kerak. Kod yozish jihatni deganda men o'zim menga cho'nqi ta'sir qildi. Men necha kun burun shunday bilan kod yozib bir 2-3-4 kunda bir proyekt tugatdim. Biroq bu bir tarafdan masalan yaxshi-ku. Burun men bir oy ketdi bu narsa qilishga. Bir oy ketdi masalan. Pulini olishga bu proyekt degan ko'p narsa emas, necha ming dollar gana pul bo'ladi bu. Uning pulini olish uchun burun qiynalib, shunday ko'p narsa bo'ladi. O'tirib odam izlash kerak bo'ladi masalan. Yani front-end qobiliyati mancha yaxshi bo'lmagan ekan. Hozir endi men bu shunday qilib chiqqandan keyin hamma ishni asosan men qila oladigan yerga yetibdi kodda. Bu bir yaxshi taraf. Mening demoqchi o'g'lim shu. Bugungi suhbatning maqsadi shu. Mashina bizning o'rnimizda olib ketish mumkinmi? Mumkin. Biroq har qanday vaqtda o'zimizni tashlab qo'yish hammadan aqlona bo'lmagan bir tanlash. Masalan, kelgusida kompyuter ilmi deb o'rganasiz hozir. Uçur texnik ilmi deb o'rganasiz, fizika deb o'rganasiz. Odam o'z o'rganayotgan narsani tushunish kerak. Yalnız bir kompüter eline berip kompüter kod yazışını öğrenişimiz gerek emas.
Biroq siz shu kod yozishningki oqidatki mohiyatini, logikasini va qandaq bir masalani hal qilish yo'lini o'rganishingiz kerak. Balkim kelgusida boshqacha bir narsa chiqishi mumkin. Boshqacha bir texnologiya chiqishi mumkin, boshqacha bir yangi uqum chiqishi mumkin. U vaqtida sizningki burun o'rgangan logikalaringiz shular esqatib qolishi mumkin. Şu an zaman o'zgaryapti. Zaman o'zgaryapgan, shunday tez o'zgaryapgan zamonda bizning talab qilindigini tez o'rganish, to'xtab qolmaslik. Hammadan bo'yin bo'g'ini to'xtab qolmaslik. Masalan, o'zingizning jiningizni talashayotgan deb o'ylasangiz bo'ldi. Hech qanday qadam men o'laychi deb o'zining jinidan voz kechmaydi aldirab. Shunga o'xshash siz o'rganishnimi shunga o'xshash muhim deb o'ylashingiz kerak. Albatta. Ya'ni insonning japatashining ahamiyat qilmagan bir ahvol. Men inkaslarni o'qib qo'ygan jumuncha. Men inkas O'rganishni vaqtimiz istaydi. Sizni ko'ralasizmi? Lekin sun'iy aql bilim jug'lanmasi va logikalik tafakkur süreci insanın yakınlar biz tushida ama analitik tafakkur jihat uzun bir zaman ehtiyojli debdi. Salam. Şöyle moda bo'lgan aqlni vatandagi Uyg'urcha mukammalashtirib har qaysi sohada Uyg'urlarga sunib bo'ldi. Bu men bir necha kun burun men bilan xabarlashgandan degan narsa bizning yurtdagi sun'iy aqlninki Uyg'urcha taraqqiyoti yurtning teshi qaraganda ilgari. Biroz yuqori saviyada turyapti. Buning sababini masalan ikki tarafdan tanishtirish bo'ldi. Birisi buningki sodada qo'llanish, ya'ni buningki kirma tarafdan. Chet elda nurg'un texnologiyani qo'llana oladigan, yoza oladigan, acha oladigan bizningki amaliyotda kasbiy xodimlarimiz bor. Qo'lidan ish keladi. Biroq sun'iy aqlni echish, yostash yoki uni taraqqiy qildirish nurg'un pul ko'ydiradigan narsa. Bunga pul kerak. Chet eldagi Uyg'urlarning soni oz. Uni echib chiqargandimi chet eldagi 2-4 tal Uyg'urlarga uni setib, pulini tepib, o'zini qamlab ketishi natayin. Shuning uchun biz chet elda faqat shunday ochiq uchinchi taraf shirkatlarningki az bo'lsin, ko'p bo'lsin Uyg'urchani azozini qo'shishini kutib o'tiryapmiz. Vatandagi ahvolda qanday deganda, vatanda men boshqa siyosiy bu narsani tanishtirib kelmaydi, uni o'zingizlar bilasizlar. Bizni texnik yaxshi tushunish, bizning so'zimiz hammamizni yaxshi tushunish uchun birisi yuqoridan ularni pul tarafdan, iqtisod tarafdan qo'llaydi, siyosat tarafdan qo'llaydi. Uchinchi birisi vatanda boya deb o'tgandek nihoyatda cho'ng Uyg'urcha qo'llanilgan bir ishlatuvchilar to'plami bor. Shuning uchun agar vatanda shunday bir modullarni, shunday bir sun'iy aql qurollarini yasab chiqqanda, ularni ma'lum bir turkum odamlarga setish orqali o'ziniki echish, ularni keyin masalan asrash xizmatlarini elib berish kerak bo'lgan iqtisodiy masalani hal qilishga bo'ladi. Shunga har qanday narsani masalan men hozir finans o'rganyapman, iqtisod o'rganyapman. Har qanday narsani yolg'iz uningki nimasidan emas, shu iqtisod tarafdan o'ylashimizga to'g'ri keladi. U yuqoridagi savolga bir savolga javob. Yani birisi sizin sorularınızı cevapladım birisi. iRobot filmidagi saqchining hikoyasi o'xshash. Robotlar faqat berilganlarga qarab, ehtimollarga qaror qildi. Inson bo'lsa bir sani ehtimollar bo'lsa-mu sinab boqdi. Shunga AI sun'iy aql insonning o'rnini olamaydi deb. Shunday bu hozir boya degandek ikki cho'ng o'ylanish bor, ikki cho'ng tafakkur bor, ikki cho'ng yaqin bor. Birisi deydi sun'iy aql odamlarningki o'rni ololmaydi, faqat odamlarga texnik ko'p yangiliklarni yaratib, odamlarga texnik ko'p xizmat o'rinlarini berdi deydi. Ikkinchisi sun'iy aql odamlarningki o'rnini olib ketadi, odamlar uni ehtiyot qilish kerak degandek. Bu ikki xil narsaning ikkilisini hozir biz hukm qila olmaymiz, chunki biz kelgusidan kelmaganligimiz uchun kelgusida qanday bir narsaning bo'ladiganligini faqat o'ydirib chiqarib degandek emas, o'zimiz tafakkur qilib o'ylana olamiz, biroq nima bo'lganligini hozir biz bilmaymiz.
Biroq mayli qandaqla ahvolda bo'lmasin, o'ylangan bo'lsangiz, hammadan to'g'ri usul, hammadan to'g'ri yo'l to'xtamay izlanish, o'rganish, o'zingizni qurallantirish. Mening bir hoşuğa yerim hazır. Basını yakıl. Yani Uygurçanın yo'qolib ketish surati astlığıda kemdi. Suni yakıl terbiyetin ait zor ko'lamli Uygurcha narsalar. Yezikchilar chekinib qolmay video, surat narsalar ishlab chiqarilgandan keyin boyliqlar borgan sir ashqidagi oshgan boyliqlarni texim yaxshi o'rganib, texim o'z-o'zidan uzoqni texim yani Uygurchaning o'rni texim mustahkamlangandek. Burun yo'qolib ketamiz degan endishlar bordi. Hozir u endishlar asosan masalan shu Uyg'ur sistemidagi bizning hozirgi suhbatimiz, men bilmayman, bu yezilayotgan bo'lishi kerak, bir yerda saqlanayotgan bo'lishi kerak. Bu keyin agarda YouTube'ga chiqarilsa, balki yana necha oylardan keyin OpenAI shirkati buni o'ziga oladi, o'zbekcha degan program masalalarni hal qilishga biroz yordami bo'ladi. Shunga o'xshash biz mumkin bo'lsa shu tilimizda so'zlab, mumkin bo'lsa ochiq yechiladigan supa yerlarda yezib, masalan Facebook bir ochiq yer emas, buni deb ketish kerak. Instagram degan bir ochiq supa emas. Ochiq deganda o'zingiz programmistlar yaxshi biladigan GitHub degandek va yoki degandek shunday blog quramsiz degan yerda yozsangiz, yoki bo'lmasa agar ilmiy tadqiqotlaringizni balki mumkin bo'lib qolsa Uyg'urcha bir nashrni chiqarib, Uyg'urcha chiqarish mumkin bo'lsa, bir ochiq bir narsalarni chiqarib, buni keyin o'ylashib ko'rsak bo'ldi. Shunda ambar qurib ochiq chiqarsak, korpuslarniki safhasi bilan korpusniki miqdori ko'paydi. Yana bir savol. Siz tilga olgan finans, yani pul kasb uchun ayrim, yani mush uchun maxsuslashgan yoki mushuni olmas keladigan sun'iy aql modelini tez suratda tizolat azraqsa taraqqi bo'lamdi deb qaragan bu Bitcoinlar bilan kripto pullar bilan chaqirib qiziqadigan bir so'z kerak. Buni men mundaq tushuntiray. Bu xildagi modellar bor. Biroq finans degan, men bu sohaga kirmasda bilmaydim. Finans sohasi, masalan, men hozir ko'p vaqtda mana bu Qozog'istonniki sun'iy amradni tushirgan suratlar bor. Sun'iy amradni olgan suratlari. Shuni tonish uchun yozamiz. Geografiya sohasida shunday bir soha ekan-ku. Geografiya sohasida shu ARC-A3 deydigan bir shirkat bor ekan. Dunyodagi barliq shunday narsalarni monopol qilib olgan. Ochiq kodlik nashr bor bir narsalar bormi? Bor, biroq anandek ishlamaydi. Ular uchurni o'ziga monopol qilib olgan, qurollarni o'ziga monopol qilib olgan, nurg'un patentni o'ziga olib olgan. Shuningdek narsa bor. Masalan, finansda bizning shunday ahvol bor. Finansda hammadan muhim narsa uchur. Real time, yangi vaqt, o'z vaqtida kelib turgan, yangidan keladigan uchur, sonliq ma'lumot. Bu sonliq ma'lumotlar boshqa yerda, boshqa kasbda haqsiz bo'lsa, finansda haqliq. Buna ait qimmat. Masalan, Bloomberg deydigan bir shirkat var, balki bilasizlar. Bloomberg shirkati barliq nurg'unlar uchurlarni o'ziga to'plab olgan. Yana Reuters degandek shirkatlar var, bular uchurlarni o'ziga to'plab olgan, bular sizga sotadi. Mening savodoshlarim shu nimada İstanbulda, Bursada bozor analiz bo'lib ishlaydiganlar var. Men ba'zida menga bir uchurlar kerak bo'lsa, sonliq ma'lumot kerak bo'lsa, ularga telefon qilmay, ular menga tekshirib, menga yo'llab berdi. Nima uchun? Chunki Bloombergning terminali var, sonliq ma'lumotlarni olgan. Bu terminalga yezilish uchun mendan masalan oyda $3000 ortiq pul so'radi. Ay bo'yicha. Hatto menga biroq bir qatimda 2 yillik haqqini to'laysa dedi. Finansda shunday monopol nayt ko'p. Monopollik ishlar bor. Bir necha shirkat bor, bularning hammasi qimmat sotadi. Yana birisi u ochiq emas, uni elib sizlarga modelga qurashtirib o'rgatish uchun nurg'un pul ketadi. Shu sabab bilan biroz qiyinchilik bor finansda endi. Biroq Bloomberg degan shirkatning o'zi Bloomberg GPT deb bir narsa chiqadi. Agar finans tarafdan qiziqadiganlar bo'lsa, dal shu o'zida bor uchurlarni o'rgatib Bloomberg GPT deb chiqadi. Uni sotadi. Qo'llanish uchun. Yana bir narsa bor. Bir narsa deb unutib qoldim.
Finansda mesela bayağı deb o'tdingiz, kripto degan texnologiyada deb. Bir yaxshi yeri shu kriptolarni ishlashga bo'lishi mumkin. Chunki kriptoninki ko'p vaqtida masalan sonliq uchurlari ko'p vaqtida haqsiz. Yaxshi. Rahmat. Undaqda yana bir aylan debdi. Mening bir app yasash uyim bor, o'zimning sinay qilini o'rganib yasab chiqish. O'zim, ya'ni o'z o'rganmoqchi o'xshaydigan sinay qilini o'zim o'rganib yasab chiqishim yoki tayyor bozor sinay qilini. Sinay qilining API, ya'ni tayyor API ishlatish boshqalarniki. API'sini ishlatish yoki o'zim yasashimdan qaysi yaxshi deb turasiz. Lekin nima yasaydi? Buni mandaq tushunishga bo'ladi. Ya'ni mening tushunganimda sizdan so'rayotganingiz men o'zim yozib chiqaymi yoki hozir bor bo'lgan API'ni qo'llanib chiqaymi deb. Agar siz bir kod yozuvchi odam bo'lsangiz, tushunasiz, biz ko'p vaqtda kodni noldan boshlab yozib chiqmaymiz. Sun'iy aqlmi shunda. Biz ko'p vaqt qanday qo'llanamiz desa, hozir bor bo'lgan modullarni o'zgartirish yoki tangshish orqali o'zimizningki ma'lum bir xususiy maqsadimizga yetish holatiga keltiramiz. Ya'ni hozirgi modullarning ustida o'zgartirish yaparmiz yoki shu modullarni biroz yangi sonliq ma'lumotlar bilan qo'shib uyutamiz. Shu orqali nurg'un masalalarni hal qilib bo'ldi. Rahmat. To'g'ri. Boshqa kayfi to'g'rilik gapirdi. Boshqa savollar bo'lmasa, endi oxirlashtirsak bo'ladimi? Qisqa tutumizda. Tekrar ko'rishmi taslishib keldi. Lekin men buni nima qilib qo'ymay YouTube'da pach bilim chapterlarga qo'yib qo'ymay vaqt chiqarib. Endi ko'rish, munosabatga yangilam ko'rish versam bo'ldi. Boshqa savollar bo'lmasa, sizga bek rahmat. Mo'laniki anglab berganlarga men ko'p rahmat. Yana bir deydigan narsam, men bir o'rganayotgan, izlayotgan odam. Hammamiz nuqsonsiz emas, balki ba'zi yerlarda xato ketib qolgan bo'lishi mumkin. Imlo xatoligi, yozish xatoligi, so'z xatoligi, sansfir xatoligi degandek. Shunday yerlar bo'lib qolsa, to'g'ri tuzitib o'qib ketsanglar, o'rganib ketsanglar, undan keyin agar shu tarafda izlanganlar bo'lsa, texnik izlanib, texnik yuqori bir baldaqqa chiqishinglarga arzu qilaman. Hammalarga rahmat. Sizga rahmat. Hamsa oxirlashtirdik. Rahmat. Rahmat. Yana bir ko'p rahmat edi. Sizlarga rahmat. Bek yaxshi bo'ldi. Rahmat. Anglab berganligingiz rahmat. Ma'qulamiz. Rahmat. Keyingi qatimliqlarda ko'rishamiz keyingi savollarda. Bo'ladi, ma'qulamiz. Rahmat.